Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı yerinde yaşayotgan möhtərəm vətəndaşlar, həmmənlərə Allah'ın salamı, rəhmət olsun, fidayla ikram, hoş geldinler. Aldırılan keçkip qalğınımız üçün əpoklu qaysılar. Oylamağan işler yüz verib dururken, həmmisiga, yani səbir bilen yolumuzun davam qılışqa erişimiz. Bugün diqqətinizə Qur'andan nəzərnamə proqramımızdakı 5-ci sani, müqəddiməsindən qoşqanda 6-cı sanini təqdim qilish oldiga turibdik. Xəbərində boğumdək, aldın qıtımlıq təqdimlərimizdə bəzi köngülsüz inkaslardan düşkən və ya ki xata düşüncelerden peyda boğan türlü suallarını rəddəb çıxıb, onlarını özünün növbəti cavablaşqa terişqan bolsaqmı, suallar bir tağdan bir bağdan, yani əslindəki timinin tərtibini buzulğan şəkildə boğanlığı üçün özümüz plan qılğan rəvişdə edib mənişqa plan qıldıq. Yani şu növbət boyunca sualların daşlanan qarindaşlarının ki, şu timiga alaqadar kəlgən şu timiga alaqadar kelgan programmada cevabını elişini soraymiz. Şu münasebetle bugün 5-ci sanini inşallah yana hammalarning bir ko'ngil tanıdık bir şekilde cevap erişilgan yanılıq nimelerge izlenilen qarindaşlarımız üçün Kur'an'da zaten bizge alaqadar deyilgen sözlerinin nimeler ekanligini tefsilatı qiziqlan qarindaşlar üçün Allah'a tavsiye qilamiz elbette. Programımız hazır başlandı. Ekranımızda Kerim Usta'da. Selamun Aleyküm, hoş geldin. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah ecirlerin resminden biraz teknik sayet verdim, biraz geçip kaldık. Akıllarına geldi. Ben gep uzatmay, aldan qatımlıq biz programında əslində temi boyunca kilişke doğru kesimi, lekin mezmun itibarı bilen bəzən aralab kirgen suallarga qısqa cevap veriş məqsədilə oturup qoyulgan suallar, yoki iddialar, fikirler körülmelerimizde bazı suallarını peyda kılana ziyallığımızda görünüp duruptu. Yani cümleden bugün aldığımız programda oturup koyulgan Mirac vakasıyla alakadar bir sualla programımızın başlayacağız. Onun da Mirac'ın vakasında Mescid-i Aqsa deyilgen mescidinin size oturup koyulgan fikirde Kabe'nin yinedeki yani Mekke haramdaki Mekke'deki ma'lum yakın yerdeki yani Mekke'ye nispeten yakınımızın turayotgan ma'lumga nispeten biraz uzakta ama Mekke şehrinde tuğan Mekke şehri joylashgan bir mescidni yoki mescidga o'xshash bir yerni ko'rsatgan degan shaklda fikrni o'tirib qo'ydi. Boshqa hozir qadar bizga kelgan an'anaviy tushunchalarda bu Masjidil Aqsa hozir biz deyotgan Yerusalimdagi Masjidil Aqsani ko'rsatdi deyildi. Buningda ba'zan qarindoshlar Masjidil Aqsaniki tarixini qurilish vaqti Peygamber Aleyhisselam'ın vafotidan keyin bo'lganligini dalil qilib bu to'g'ri emas deganlar bo'ldi. Endi undaqda savol shuki, undaqda Peygamber Aleyhisselam namozda qiblani Masjidil Aqsadan Masjidil Haramga burg'anlik to'g'risida oyat bor. Buning Kerim ustoz nima deydi degan savol tushgan edi. Mushuni javoblashdan boshlagan bo'lsak, marhamat. Assalamu alaikum. Dünyada qarşı yerlerdeki hörmətli qarindaşlar, hammalarının şu vaxt xeyirli olsun. Ötkenki dərsdə, ötkenki söhbətin özdə bir sual şu yerdə özellikle Peygamber Aleyhisselam Allah Taala bayan qılğan şəkildə Qur'anı bayan qıldı degan söz bolğandan keyin bunu bir proqram başqa yerdən Xütke şunu ki iki tal ayetini okup başını izahlayıp atay, bundan keyin men Masjid-i Aqsa vakasiga kiray dedim. Olmaydı. Peygamber Aleyhisselam'a Allah Taala hech qanday o'zi nima, o'zi o'ngchi boshqa, ya'ni o'zi xohlagancha uni bayon qilish, tushuntirish huquqini bermagan Qur'oni Karimdagi inna alayna bayana degan oyatniki mazmuniga asosan degandan keyin bizniki bir qism qarindoshlarimiz shuni yaxshi tushunmay, shu o'zi ya ahlal kitobi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran
degan mush oyatlarning o'zini, ya'ni mushunga o'xshaydigan 3 ta oyat bor bu yerda. Bayon qilish haqida kelgan bundaq oyatlarning o'zini so'zlabdi. Ularga ko'p rahmat deymiz. Hamda shunday so'zlar bo'lgan vaqtda bizim kichkina yana izlanishga to'g'ri keladigan gap, bu bir yaxshi bir ish. Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarlarniki bir masalani bayon qilish nemasining o'zini, metodini, usulini ko'rsatib, Sura Baqarada Musa alayhisalom haqida bir kala vaqasi var. Şu kala vaqasida Alloh taolo xaljiq o'sha yerda oyatni keltirdi. Men bir talni keltirdim. Onun Sura Baqara'niki 69-oyati. قالوا لنا يبين ربك قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين degan mush oyat hamda. Bu yerda Musa alayhisalomniki Musa alayhisalomga u kalning rangi qandoq bizga deb bergan bo'lsa, ya'ni Rabbingga duo qilib bizga shuning o'zini bir ochiqlab bergan bo'lsang degan vaqtida Musa alayhisalom shuna deydi. Innahu yaqulu innaha baqaratun safra. O Alloh taolo uni seriq kala deydi. Faqiyul lawnha tasurun nazirin. Yani tükürüp baqarab turgan, onu qarğa adam xursand bo'lgan darajada shunday chiroyli bir seriq kala deydi deb shunday o'zi deylik. Bu nima degan bo'ldi desa, Musa alayhisalomga qavmi shu yerda o kalniki rengi qandaqka degan vaqtda Musa alayhisalom o'zi o'ngchi boshqalar qandaqlik kalni qilsan qilavera, qilsali bo'lmadimi yoki mayli qora kalni qil yo oq kalni qil demasdan Aşının özünü Xudoga o'zi munojat qilib, Xudo ham buning nima deb javob berdi deb qarab turgandan Alloh taolo innaha baqaratun safra deb o'zi javob bergandan mushu Alloh taoloning bergan javobini Musa alayhisalom qavmiga yetkazgan. Endi payg'ambar alayhisalomga kelsak, payg'ambar alayhisalomga kelgan vaqtda bundaq yana oyatlar yana ko'p. Sura Isroniki 85-oyatida ve yes'alunke anir ruh kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitum minel ilmi illa qalila degan mush oyat, yani mushuna qo'sh oyat iljik yes'alunke maza yunfiqun degan qo'shash mushunda oyatlar bor. Bu yerda nima desa, ular sizdan ruh haqida so'raydi. So'rgan vaqtida nima deb javob bersang o'zing binas deb javob ber demasdan Alloh taolo kulir ruhu min emri rabbi. Ularga ruh degan mening Rabbimning emri deb javob ber deb Alloh taolo javob berishni, javobning o'zi men mushunda deb beriklik payg'ambar alayhisalomga. Yana o'zi nimada yas'alunak maza yunfiqun degan oyatning o'zidimi qul ma anfaqtum min xayrin. Ashning o'zidimi ular nimani o'zi sadaq qilganlik haqida sizlardan so'ragan vaqtda sen ularga yaxshi narsani sadaq qilinglar deb Alloh taolo shunday bayon qilganlik. Qur'oni Karimda 331 yeri chiqadi qul degan kelima. 331 yeri chiqqanning hammasi nima desa, shu atrofidagilar payg'ambar alayhisalomni bir narsa so'ragan vaqtda payg'ambar alayhisalom Alloh taolo uning javobi ularga mandaq deb javob berdi. Masalan, qul huvallohu Allohu samad degan vaqtning o'zidami ular Xudo qancha vaqtda Xudo degan qandaq bir narsa degandek atrofidagi o'zi mushriklar yoki yahud nasaralar so'ragan vaqtning o'zida Alloh taolo uni nima deydi desa, Alloh bir, Allohning balasi qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad degandek ash javobning o'zini ber. Deylik misol. Ama shu yas'alunak anar ruhi qulur ruhu min amri rabbi degan mush oyatning o'zidimi ruh haqida yahudlar so'ragan vaqtida payg'ambar alayhisalom ashnaqa javob bermay bir hafta ba'zi rivoyatlar 2 hafta o'zi kutgan degan rivoyatlar bor. Nima uchun degan vaqtda o'zi o'ngchi boshqa javob berish haqqi yo'q, huquqi yo'q. Buning uchun Alloh taolo uning javobini avatish kerak, o javobni ularga yetkazish kerak. Mana bayon qilish usuli mushundaq. Payg'ambarning butun payg'ambarlarniki bayon qilish usuli, ya'ni tushuntirish usuli mushundaq bo'lgan. Yani o'z o'ngchi boshqa mundaq turib lekin ma degan mandaq narsa, andaq narsa deb odatdagi bir narsaning o'zini ya o'zining shaxsi meni uyim degan mandaq deb o'zining uyini tushundirgandek mundaq tushundirmasdan Alloh taolaning dinini tushuntirayotgan bo'lg'ashqa
Allah Taala onun qandaq düşüncəni evetken bolsa, şu düşünce boyunca Peygamber Aleyhisselam, yani bütün peygamberler aşında cevap vergen. Demek ki peygamberlerniki bayan qilish usulü benim şundaq. Bunu o'zi bilib olsak oldu. Yani 110 başqa bir narsaning o'zini men manda qilib deplikin, uni tushuncha bersam bo'ladigan o'xshaydi deb, bunda tushuncha yurish huquqi yo'q degan. Buni jamoatimiz shunday tushunsa bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom o'zi 10 başqa bir narsani tushuntirib degan holatda tushunish xato degan. Yani ondaqda Peygamber Aleyhisselam zaten şu Allah bildirgenden başkını qatdi degan emas. O'sha din namida. Ha, din namida herkes mi? O din namida başka o Peygamber Aleyhisselam öz onçu başka dese sen mandaq dedin de Allah Taala onu deydi de o yerde. Bu senin gipin degan bo'ldi de o vaqtida. Eğer ondaq olmasa o Peygamber Aleyhisselam'daki degan sözü ayga kirib qalsa Allah Taala onu işlas demese o vaqt ne bo'ldi dese o Xudoning so'zining orasida payg'ambar yani odamning so'zini aralash degan gap bo'ldi. Chon Qur'onning o'zida Musa andi deb Fir'aun mandi deydi. O nima degan bo'ldi desa, o Musaning gapi o Fir'aunning gapi o mening emas degan gap endi. Haydi. Endi bizning xalqimiz, yani tarixdan buyon bizniki emas, bütün insoniyat o'rtaq holatda payg'ambar kelganlarning hammasi bo'lgan bir tushuncha var. O tushuncha nimada Sura Isro'niki shu 88-oyatdan 93-oyatgacha oralikda Qul la in ijtama'atil insu vel jinnu ala an ya'tu bimisli hazal Qur'ani la ya'tuna bimislihi degan mush oyatning oxirigachilik. Va qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana tafjura lana min al-ardi yanbu'a degan mushu butunlay payg'ambarlar qo'ygan shartlar. Sen bizge yerini bir eqib turgan bir bulaqni keltirmoqchilik, bulaqni chiqarmoqchilik, yoki bo'lmaydi xoma, üzümlük, bundaq o'zi bog'ning nima orasida o'zi eriqlar eqib turgan shundaq bir bog'ning o'zini keltirmoqchilik, yoki bo'lmaydi osmonning o'zini sen devatsa osmon yerildi va kaza deganda qiyomat yaqinlashgan chog'da misolda osmonni yerib bizni ustimizga osmonning parchalarini tushirmoqchilik. Yoki bo'lmaydi malaik Allah ve malaik bizning oldimizga kelmoqchilik. Yoki bo'lmaydi oltindan sizning uyingiz bo'lmoqchilik. Yoki bo'lmaydi osmonga chiqib bizga bir o'z kitob, biz o'qiydigan bir kitobni olib tushmoqchilik. Biz sizning payg'ambarligiga ishonmaymiz deb o'zi shu vaqtida atrofidagi mushriklar, yahudlar payg'ambar alayhisolamga shunday talablarni qo'ygan. Hem de keyingi vaqt nima bo'ldi degan vaqtida shu halqi payg'ambar alayhissalom qo'lining oralaridan suvni chiqardi degan mo'jizaning o'zini yolg'on mo'jizaning o'zini paydo qilishda mushu oyatniki mushu yerlarga masalan sen zamindan o'zi bir buloqni chiqarmoqchilik degan vaqtda payg'ambar alayhissalom uni chiqargan ko'rsatish uchun osmonning o'zi yerib tushmoqchi degan vaqtda ayni yog'an deganga o'xshash shundaq bir narsalarni uyushtirib, mana shu narsani to'liqlash uchun shundaq o'zi harakatlarni qilgan. Bu butunlay o'zi xato. Alloh taolo nima deydi oxirisida desa, "Qul subhana robbi hal kuntu illa bashara rasula" deydi. Yana subhana robbi men Rabbimning o'zini har narsani pok deb bilaman. Hal kuntu illa bashar. Men elçi kelgan bir odamman. Mening uningdan boshqa hech qanday o'z ortiqchiligim yo'q. Men faqat Alloh taolo vahiy qiladi. Uningdan boshqa hamma tarafim normal odamlarga o'xshashlagan degan gap hamdi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligini tunish bu ayrim bir masala, ammo payg'ambar deb uning o'zini Xudo qilgan ishning hammasini qila oladigan, Xudo bilganning hammasini bila oladigan holatga chiqib turib, Xudoga shirk qilib olish u o'zi cho'ng jinoyat. Uning uchun biz payg'ambar alayhissalomni Alloh taolo o sizlarga o'xshash odam, faqat uning bir vahiy keldigan yeri bor deganlik uchun uni normal odam qatorida bilishimiz va shu qatorda iymon keltirishimiz
u har narsani qila oladigan, har bir g'aybni bila oladigan holat tunmay, g'aybni Alloh biladi, Allohning sifati u g'aybni bilish deganni. Bu sifatni payg'ambar alayhisolamga qaydirmasligimiz lozim. Shu vaqtda biz to'g'ri iymon keltirgan bo'lamiz. Ammo buningga qarta payg'ambarning o'zini to'van ko'rdi deydigan bundaq bir o'zi gaplarmi bor. Bu to'g'ri bir narsa emas. Biz payg'ambarni payg'ambar qatorida ko'rib, payg'ambar qatorida o'zi iymon keltirdik, bo'ldi. Undaq payg'ambar alayhisolamga Qur'ondan boshqa mo'jiza berilmagan degan mushu so'z adaqcha kuchga egami yaslanmay hozirgi izlanish so'rab keyin o'zgarish ehtimolligi bormi? Ya Qur'onda payg'ambar alayhisolamga boshqa bir mo'jiza berganligi haqida hech qanday bir oyat yo'q. Oyat bo'lmagandan keyin uni boshqa bir mo'jiza kelgan deyish u butunlay xato degan gap. Qur'onda yo'qmi? Bo'ldi, u yo'q degan gap aslida. Aloqador kelgan bayonlarchi. Nima? Oy yerilganligiga aloqador kelgan bo'ladi. Gapni shunday kelganda bir tal gap chiqib qoladi, shuni u gap ko'payishga boshlaydi. Bu yerda oy yerildi. Izza shamsu nima dedi u? Va shaqqal qamar degan bir oyat bor-ku. iqtarabat soatu va shaqqal qamar. Mush oyat shu. Sura qiyomatda o'z kerak bu. Bugun ma to'g'riliq so'zlaygan bo'lmag'achqa uni aniqmoqmi? Bu nima desa qiyomat yaqinlashgan chog'da oy yeriladi degan gap bu. Yerildi emas, yeriladi. Tushundingmi? Bo'ldi emas, bo'ladi. Bu yerdagi narsa nima desa, shu nahvslarni o'qigan odamlar buni biladi deb o'ylayman. Arabniki bir nim qoidasi bor. Bu nima desa, muzari mutahaqqul vuquni mozilar zo'l keltirish degan qoida. Bu nima degan vaqtda kelajakda cho'qim bo'lgan ishning o'zini bu bo'ldi degan ibora keltirish degan gap. Va shaqqal qamar deganning o'zimi nima desa, oy yerildi degan bo'ldi. Ammo u oy yerilmadi. Vaqt qachon nima bo'ldi desa, oy cho'qim yerildi. Ya'ni qiyomat yaqinlashgan vaqtda, ya'ni planetlar bir-biriga so'qishgandan keyin nima bo'ldi? Oy yerildi. Chunki qiyomat yaqinlashgan chog'da butun yulduzlar to'kiladi degan oyatlar bor qashtori nimaning o'zida. Shu vaqtda hamma yulduzlar to'kilib bir-biriga so'qishgan vaqtda oymi yerildigan gap butun narsamiz ko'kim talqon bo'lib, misol shu Al-Qariya surasining o'zida Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus va takunul jibalu kal ahnil manfush. Tog' otgan jundek to'zib ketadi. Nima desa, o planetlar bir-biriga so'qishgan vaqtda u narsamiz chang tuzanga aylanib ketgan gap. Shu vaqtning o'zida oymi bir narsani so'qishgan vaqtida u o'zi nima bo'ldi desa, yerildi degan gap. Lekin bu boshqa yerda ishlatiladi yo, bu xil grammatikada qoida boshqa yerda ishlatiladi, faqat mishakillar tatbiqlab boqiladi. Ya Qur'onda jiq bu, masalan, jannat nima jannatga nima jannatni biz nima qildik, tayyorladik degan oyat bor-ku, u iddat degan ibora bor-da. U iddat lil muttaqin degan iboralar bor masalan. Muttaqilarga tayyorlandi degan gap. O tayyorlandi degan gapning o'zi jannat hammasi hozir tayyor degan gap emas, tayyorlanadi degan gap. Ya'ni jazman tayyorlanadi degan gap. Chunki jannat yo'q-ku hozir. Jannat do'zax yo'q-ku, u jannat va do'zax degani qiyomat bo'lgandan keyin bo'lgan narsa u. Ya'ni tayyor qo'yib bizni saqlayotgan jannat yoki do'zax yo'q. Yo'q u. Nima qilgan Qur'oni Karimda minha xalaqnakum va minha nu'idukum nima minha xalaqnakum va minha mushat bodi bu oyatni nima qilmoqatmanda minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra degan oyat bor. Biz sizlarni zamindan yaratdik. Ya'ni bu yer sharining tuprog'idan yaratdik Alloh taolo. Ya'ni shu tuproqqa qaytiramiz. Qiyomat qoyim bo'lgandan keyin-chi va minha nukhrijukum taratan ukhra. Yana bir qatim shuningdan chiqaramiz. Ya'ni biz yerniki tuproq ko'milamiz. Ya'ni keyin o'zi qiyomat qoyim bo'lgan chog'da mush tuproqdan chiqarilamiz. Ya'ni bir oyatning o'zida nima
Sure Naziat'niki 10. ayet'in 14. ayet'in arlıkken bu. Bunun öz ahırısında fe innema hiye zecretun vahide fe izahum bis sahire dedi. Bu kıyamet kayın bolduğu vaxtda nəhayət qattiq bir avaz oldu. Çünki o planetlar bir-birinə soquşqa vaxt degəndə yaman qattiq avaz çıxdı da. Şu vaxtın özdə insanlar nədə bolduysa qiyamət bütünlüy qiyamət bulub planetlar qayta özü yaratılğan vaxtda insan sahire. Sahire degəndə keng bir zemində boldu. Yəni hazırqıdək hazır yer şarımında tüzlən emas qo. Tağlar var. O vaxtda özü tüzlən bulub çok bir tüzlənlikdə insanlar boladı deyen gibi. Demek ki şunun həmisi nima dese kıyamet mi hem yana dünyada boldu. Nima cennet ve cehennemnin üzüm hem dünyada boldu deyen gibi. Özünün növbeti kelgen joyini təfsil toxtalarımız. Mana bu vaxt etibarıyla demek əslidəki tema qayıtıb kelişimiz lazım. Keçiriş başkanı tartib ketkenimizge. Fakat qoyulğan məzmun alaqadar şu derhal adamның kallasıga taşçıga ep qo'ygan narsani qo'lini uzatib olganda kallaga keladigan savollarni so'rab qoldim endi. Xo'sh. Bundaqda Payg'ambar alayhisalom Qur'ondan boshqa mo'jiza berilmagan deb aniq ishonganligimiz tufaylidan bu ayirilish voqeasi qatorliqlarning hammasining boshqa izohat borligini aqtiramiz yani. İnşallah o yerda o. Tamam. Gap yo'q onda. Bo'ladi. O'tgan vaqtda tafsilini qilamiz. Bo'ldi. Hamda mana o'tganki söhbətinin özüdə Məscid-i Əqsa haqqında Subhanallazi əsra bi abdihi leylan minel məscidil haram ilal məscidil Əqsa degan bu ayətni tərcüməsində əsasən Məscid-i Əqsanın özünə hazır şu nemədəki Qudus şəhərdəki Məscid-i Əqsa şu deb anda qarab aşında qılğan özü şunu əmdə əsasən 199% desek oldu. Müslümanlar aşında qaraydı əmdi. Amma o Qur'anın özü nimdə idi desə Subhanallazi əsra bi abdihi leylan minel məscidil haram ilal məscidil əqsallazi barakna hawlahu linuriyahu degan min ayətinə degan ayətin özüdə biz özümüzün ayətlərini köz tutuş üçün bəndisi Muhammed'in özündəydi. Bəndisi əmdi Peyğəmbər əleyhissalamni keçide Haramның Məscidil Əqsa, yəni o Haramның məscidiga nisbətən biraz yıraq olğan məscidga səri qıldığan zat hər nəsidin paktor, hər nuqsandın paktor degan ayət əmdi bu. Bu yerlik Əqsanın özü Məscidil Haramga nisbətən, yəni Haramның məscidiga nisbətən Peyğəmbər əleyhissalamdakı uy zaten Haram məscidiga yaqincha bu. Bununla nisbeten biraz yıraq olğan. Yəni bəzən alimlar deyişçə Ceyran'dakı şu vaxt Ceyran degan bir vadi vaqe şu Məkkə'dəki nemisi yəni olma. Bu Ceyran degan yerdə yəni şu Məscid-i Haramның özü 8 kilometr, 7-8 kilometr keldi. Bir adam degəndə bir 2 saat yol mansa 8 kilometrə bardığan gəp misal. Aşağı bağan degan sözlər var, lakin nim buluşunu qəti nəzər bu aşı Peyğəmbər əleyhissalamdakı şu vaxtda nemada müsəlmanlar az bolğandan 5-6 müsəlman birisinin uyğə, yəni 5-6 müsəlman birisinin uyğə Darul Ərqam, yəni degəndək aşındaq özü öylər bolğan şu vaxtda yeni bir iş bolğandan ular anın manın uyğə kəşdə yığılıb aşağıda Qur'anı oqub, onu düşünüb aşındaq qıldığan işlər bolğan. Şu yəni özümü Məscid-i Əqsa deganning özümü Haramның məscidinin biraz yırağaraq olğan məscid Peyğəmbər əleyhissalam şu hər bir özü öyge məsələn Darul Ərqam bolsun, yenbisi olsun, aştaq öylünün özüge bugün manın uyğu olğan bolsa bir 2 gündəki öyge verib, bu yerdə cemaat ölüb görüşüb, yenbi adam yığıldığan yenbi öyge verib, bu yerdə cemaat ölüb görüşüb, mandaq özü iş ep berilen gep o vaxt əminəsinə məxfi qıvatqan bolğaçqa. Şunu keçide bu özü Haramның məscidindən, yəni uyudan çıxıb, şu Məscid-i Əqsa'dan biraz yıraq olğan, şu cemaat yığılğan aşağının özünü berib, cemaat görüşüb, şu yer Allah Taala bu ayətin düşürgənligi, bundaq bir özü vəqəlikni göstərdi. Əmdə nima keləyli? Məscid-i Əqsa'nınki hikayəsiga. Məscid-i Əqsa'nın hikayəsi kelgan vaqtning özüdə
Məscid-i Aqsa bizdeki hazır Qur'ondagi ko'rsatma bo'yicha aytgan vaqtida haramniki muborak tuproqda debdi. Muborak tuproq hamda haram. Haramning atrofi ash tuproqda bo'lgan masjid. Barakna havla degan muborak tuproqda bo'lgan masjid degan gap. Aşağıda bo'lgan masjidni deyapti. Hamda mavu nimadiki hozirgi Qudus shahridagi bo'lgan Seriq gumbazliq masjidning o'zini deymiz ham Qudus Baytul Muqaddas deydi hozir uni. Bu qachon qanday bo'lgan degan vaqtda bu yer aslida Sulaymon alayhissalom bir masjid salgan. Uni o'zi Sulaymon ma'badi deydi. Sulaymon ma'badi degan Sulaymon alayhissalomniki ibodat qilgan yer degan gap. Hem şu vaqt masjid degan gap mana shu yerda Sulaymon alayhissalom salgan masjid. O Sulaymon alayhissalomniki zamonida, yani Davud alayhissalom masjid salmoqchi bo'lib qolgan vaqtda o'lib ketib, uningki o'g'li Sulaymon alayhissalom zamonida o amalga oshganki, Sulaymon alayhissalom sog'izgan. O Sulaymon alayhissalom podshoh shu o'tir shahar shu vaqtdagi kuchli bir podshoh bo'lgan. Keyin o o'lib ketib, o podshohlik yani Sulaymon alayhissalomning xonadonligi tamoman yemirilib qolgandan keyin yemirilib qolgandan keyin bu Rim imperiyasi degan bir imperiya, yani hozirgi Italiyaniki emasdiki, bu imperiya o'z kengayib, keyin 100 mushu nimeniki 100 emas. Ma bu milodiy 70-yillari atrofida bo'lgan ishga 70-yillar atrofida Rum imperiyasi Titus degan bir qo'mondonning boshchiligida bu hozirgi Bayt shu nima Qudus shahrining o'zini besib oladi. Bu ikkinchi qatimliq besib olish bo'ldi. Birinchi qatimligi milodiydan 100 yil burun bo'ldi. Ikkinchi qatimligi milodiydan keyin 70-yillari bu yer besib olgan vaqtida tamoman Baytul Muqaddas nima shu Baytul Muqaddas deymi? Bu Sulaymon alayhissalomniki bu masjidning o'zini tamoman o'zi yo'q qiladi shu yerda. Bunun qarta nima desa Sura Isro'niki 4-oyatidan işte 4-oyatidan 11-oyatiga qo'shaydi. Mush oyatning o'zida vaqadayna ila bani Isroila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn va la ta'lunna uluwan kabira. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna alayhim ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar va kana wa'dullah wa'dan maf'ula degan mush oyatning oxirgichilik bu birinchi qatimligi hamda 100 necha yil milodiyadan 100 necha yil burun bir qatim hujum qilinganki bu nimaga Qudus shahriga shu vaqt ikkinchi qatim milodiyadan 70 yil keyin o'zi hujum qilingan. Buning o'zini Alloh taolo nima deydi desa, in ahsantum li anfusikum va in asatum falaha. Fa iza jaa wa'dul akhirati liya'usu wujuhakum وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا degan mana shu oyat var mana. Burunmu bu Sulaymon alayhissalomniki masjidga kirib, uni o'zi hali vayron qilib ketganki, keyin qatim cho'tsi وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا degan mush oyatniki mazmuni asosan u masjidning o'zini tamoman vayron qilib o'tgan ular. Ya'ni mushaning o'zida masjid aynan tilga ilingan وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا degan mush oyatniki mazmuniga asosan ular masjidga kirib, masjidning o'zini tamoman shu yerda vayron qilib o'tgan. Bu mush ikkinchi qatimligining o'zi, ya'ni va'dul oxira deganning o'zi oxirgi qatim u Rimlikniki, Rum imperiyasiniki shu Titus boshchiligida, qo'mondonligida kelgan vaqti milodi 70-yillari atrofiga to'g'ri keldi ekan. Ya'ni payg'ambar alayhisalom 570-yili tug'ilgan bo'lsa, 71-yil tug'ilgan bo'lsa, payg'ambar alayhisalom 500 yil burun keldi degan gap. Demak, payg'ambar alayhisalomdan 500 yil burun u masjidniki izlari yo'qolib ketgan. Shu yerda butunlay yo'q qilib o'tganda ular. Uningdan keyin bular milodi 117-yillar atrofida Sulaymon alayhissalomniki masjidning o'rniga Yupiter Kapiton degan bir cherkovni solgan nimalar. Rumliklar-chi? Rim imperiyasi tarafidan kelgan shu nimalar hamda shu besavaganlar
Şu Jupiter Kapiton degan şu cherkovni sağgan ekan şu vaqtida. Bu yerda hech qanday Sulaymon alayhissalomniki hech qanday o'zi sağgan meshtim qolmagan, ammo Yahudlar davomli shu Sulaymon alayhissalomniki meshti ba taraf qarab namoz o'qib kelgan bir qismlari Kabe'ga qarab namoz o'qigan ishlar bo'lgan. Chunki shu oyatning o'zidan bor bularniki qiblasima o'xshash emas degan oyatlar bor-ku. Nimishqa degan vaqtda bir qismi Sulaymon alayhissalom meshit taraf qarab namoz o'qisa, bir qismi Ibrohim alayhissalomni biz Ibrohimning dinida deb o'tirib, Ibrohim alayhissalom sağgan shu Kabe'ga qarab namoz o'qigan ishlar bo'lgan. Keyin hamda payg'ambar alayhissalom dunyoga kelib 23 yil payg'ambar bo'lgandan keyin o'lib ketgandan keyin Abu Bakr xalifalik chiqdi, keyin Umar xalifalik kelgandan keyin Umarning zamonida bu Paris, hozir Iran, uningdan keyin shu nimalar Suriya, andaki Livan, shu hozir Isroiliya deymiz, shu Falastin hammasi shu nimaniki Umarning zamonida fath qilingan. Umar zamanında şu nimenin özü Kudüs şehrinin özümü şu vaqtida fath qilingan. Fath qilingan vaqtida şu yer nurg'un sahabalar bo'lgan, mesela şu urush qatnashgan necha minglagan sahabalar bo'lgan. Umar şu vaqtida fath qilingandan keyin Umar o'zi kelgan. Kelgandan keyin bu Umar u yerda payg'ambar alayhisalom şu Makkadan o'zi Masjid Haromdan safar qilib, o'sha yer Masjid Aqsa degan bir yer bo'lgan keyin aşağı kelib, u osmonga chiqqanki deb izlab degan bir narsa xiyoligi ekanmikan, ham uni izlamagan. Nima uchun degan vaqtda u vaqtda hech qanday u Masjid Aqsa to'g'riliq payg'ambar alayhisalom unda gapni qilmagan. Masalan, ma'nodagi Masjid Aqsaning o'zini u yerda u sahobalar tushirganligi uchun, haram masjidni biroq yerdagi masjid deganning o'zini bilganligi uchun ular u hamma u yerdagi amriy ahvolni hammasini bildi. Uning uchun o'zi u nimaga Qudus shahri fath qilingan vaqtda sahabalar payg'ambar alayhisalom mayada osmonga chiqqan, miroj chiqqan bir yer mushar bo'lgan deb izlash ularga bo'lmagan. Nima uchun degan vaqtda yo'q, unda ish bo'lmaganda payg'ambar alayhisalom uni qilmagandan keyin nima osmonga chiqqan ish bo'lmagandan keyin ular uni izlamagan. Hattoki Umar shu yerda bir namoz qilmoq uchun shu yerda bir cho'pes ketgan bir yerning o'zini tozalab sahobalar bilan uningdagi ashar namozni qilib ketgan. Ketgandan keyin Umar nima Madinaga ketib bir qancha yil yoki Umar o'lib ketgandan keyin bo'lsa kerak, undan keyin Umar namoz qilgan yerga Hazrat Umar jamisi deb bir jami silingan. Shu hammasi shu tarix kitobda bor, o'qish kerak bo'ladi-ku. Bu qaysi tarixda bor, masalan, izlanmoqchi bo'lgan insonlar qaysi tarix qaraydi? Shu nimani o'qisin, shu Islom ensiklopediyasi degan keng doiralik bir tarix bu-ku. Shu nimada 40 necha qism tamomda shu Turkiya jiqqi bu kitoblar. Shuni o'qisa bo'ladi. U Umar jamisi bo'lgan, Umar jamisi shu yerda nimqandan keyin o'zi 4 xalifa, ya'ni Abu Bakr, Umar, Osman, Ali hammasi o'lib ketgandan keyin u huquq tamoman o'zi Umayya sulolasi tarafga o'tdi. Muaviya xalifalikni oldi qo'liga. Muaviya 20 yilmi, 25 yilmi shunda xalifa bo'ldi. Undan keyin Yezid bo'ldi. Undan keyin yana besib oxirsida shu 90-yil atrofida yana shu nimaniki milodiy 90-yil atrofida nim qiladi desa Abdul Malik ibn Marwan degan shu kishi xalifa bo'ldi. Bu shu nimada shu Suriya, Iroq, Suriya, shu nima Livan hozirgi shu Falastin atroflari ashayaga vali bo'lgan odam o'z vaqtida u shu xalifalikniki nimasi bo'lgandan keyin bu xalifalikni o'zining xalifa ekanligini e'lon qilgandan keyin Madinada yana bir odam o'zini xalifa deydi. U nimaga bo'ysunmaydi. U Abdullah ibn Zubayr degan kishi bu nihoyat payg'ambar alayhisolamning yo'lida mangma deydigan odam, yaxshi odam, odam huquqparast bir odam, Abdul Malik ibn Marwan degan. Shuning bilan bu qanday bo'ldi deganda bu yerda insonlar yaxshi yo'l, yomonni ariya olgan bo'lgandan keyin e'tiqodli musulmonlar
haj qilish banisida berib Abdullah ibn Zubayrga qo'shilayotganligidan xabar topadi. Abdulmalik ibn Marvanchi xabar topgandan keyin u yerda andan keyin Kabe'ning o'rniga bir narsa selishga to'g'ri keldi. Shu vaqtda andan keyin Hazrat Umarniki meshitning o'zini shu yerda yosib, uning etini Masjidil Aqsa qo'ydi. Qur'oni Karimdagi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa degan Masjidil Aqsaning o'zini Masjidil Aqsa degan ismni olib ayaga Falastindagi, ya'ni shu Isroildagi hozirgi Seriq Gumbazniki nemisiga shu ismni qo'ydi. Qo'yib uni chiroyli yasidi, uning dalqi sangi muallaq tosh degan bir gapni anglaysizlar? Yo'q, anlatganman. Shunda odam beshi kichik bolning beshiga tegayib turadigan, cho'ng odam kelsin beshiga tegayib turgan shunda bir tosh varmish, havoda turgan bir tosh varmish degan bir hikoya bor-ku. Ashunda hikoyalarni o'ydirib, ashunda o'zi bo'lgan. Hamda buning o'ziga birinchi Masjidil Aqsa degan Qur'oni Karimdagi bu ismning o'zini uning qo'yuqliq qo'ygandan keyin ikkinchi qadamda qanday qildi degan vaqtda u ya'ni ulug' bir yaqilish orqali u musulmonlarni ashan tavob qilsa haj qilgan bo'ldi. Haj qilgan bilan o'xshash degan bir narsani o'tirib chiqarish uchun u yerda rivoyatlarni paydo qildi. Shuni rivoyatni paydo qanday qildi degan vaqtda 50 vaqtlik namoz hikoyasini ashan to'qib chiqdi. 50 vaqt namoz hikoyasini to'qib chiqib payg'ambar alayhisalom Masjidil Haramdan kechida Masjidil Aqsaga kelib, u yerdan osmonga chiqib 50 vaqt namozni men mushadan chiqib hep tushgan degan hikoyani to'qish orqali u yerni ulug' bir yerga aylantirish niki bosqichlar hamda bu. Endi qildi. Uningdan boshqa masalan 3 masjidga ziyoratga berishga bo'ladi degan hikoyani o'ydirib chiqardi. Misol Haramning masjidi, Masjid Nabaviy, Masjid Aqsa 3 ta masjidga sayohat qilish kerak, ya'ni berib ziyorat qilish kerak degan hadisda bor-ku. Bu rivoyatni to'qiydi. Uningdan keyin payg'ambar alayhisalom hattoki Makkada mushriklar payg'ambar alayhisalomdan shu masjidni nima shu Suriyaliga nima ketgan, tijoratga ketganlarning o'zini ko'rgan hikoyalarni shu nima qilib faloni mana pustani kiyotdi, seriq to'g oldida kiyotdi yo oq to'g oldida kiyotdi degandek hikoyalarni nima qilib payg'ambar alayhisalom shu o'ni turib lekin bu necha ming kilometr yiroqdagi narsani ko'rgan hikoyalarni tuzib, undan keyin qanday qildisa Masjidil Aqsa to'g'riliq mushriklar so'rgan vaqtda Alloh taolo Masjidil Aqsoni payg'ambar alayhisalom oldiga akib bergan bo'lib, uning ichidagi to'riqlarning o'zini mashtal to'riqi va falon to'riq mayada, pustan to'riq mayada deb shuni deb bergan hikoyani tortib hamon to'qiydi. Anglaganmisizlar shuni? Miraj nimishda anglagan Bu hikoyani hamma to'qiydi. Nima degan vaqtda payg'ambar alayhisalom qanday mo'jizani tengib, oxirsida bu ya'ning o'zini ulug'lash uchun qilayotgan narsalar bu hammasi endi. Undan keyin namozniki nimalari, misol savob haqida. Haramning masjidida 2 rakat namoz o'qisa 100 ming rakat namozniki savob bo'ladi. Masjid Nabaviyda 2 rakat namoz o'qisa 10 ming rakat namozlik savob bo'ladi. Masjid Aqsoda 2 rakat namoz o'qisa 1000 rakat namozning savob bo'ladi degan hikoyaning o'zini to'qib chiqdi. Buni anglaganmi ya? Buni anglagan. Bu hali mashhur-ku. Mana mushundaq qilish orqali bu yerning o'zini shu yerda musulmonlar haramga bormay, haramga berishni to'sidi. Abdulmalik ibn Marvan degan odam to'sib, mana mushani ziyorat qilsanglar, mushaning o'zini tavob qilsanglar, haramga borgan bilan o'xshash deb bu siyosat uchun ishlatayotgan narsa u. Chunki u yerga odamlarimiz ketib qolib qolsa, kim bilan urush qiladi? Shuning bilan o'zi odamni to'sib qilib, u yerning o'zini ulug'lab, payg'ambar alayhisalom an degan, payg'ambar alayhisalom man degan deb shu o'zi rivoyatini shu chaq to'qiydi. To'qib bu o'zi Masjid Aqsa degan shu ismi shunda qo'yilgan ham buni aslidagi ismi nima desa Umar, ya'ni Umarning masjidi, Hazrat Umar masjidi degan gap hamdi. Shu o'z vaqtida selingan vaqtda ashunday selinganki uni keyin uning o'zini Masjid Aqsa degan ismga o'zgartirib ashunday holatga yetkazdi. Bu butunlay bir siyosiy o'yin. Ya'ni Abdulmalik ibn Marvan degan odam o'zining xalifaligini tutib turish uchun
u yerdeki insanlarni u yerga evetmey, u yerdeki adamlar aloqa ketmesin, Abdullah ibn Zubayr tarafiga insonlar yiqib ketmesin, deb o'tirib, o'sha yerda ashundaq o'z hikoyani o'ydirib, u yerga Masjid Aqsa degan bir narsani barpo qilgan. Aslida u Payg'ambar alayhisolamning zamonida yo'q narsa, yana bunday aytgan vaqtda Payg'ambar alayhisolamdan 500 yil burun butunlay yo'q qilib etilgan. O nemaniki Sulaymon alayhisolamning sog'an masjidchi shu vaqtning o'zida shu nimaning shu Baytul nima Quddusning o'zida qancha ming'ilgan Yahudlardan bir qancha ming, yana 1 ming atrofida bo'lishi mumkin. Shundaq Yahudlar nimaga Madinaga kelib yerlashgan. Madinada 4 mi yo 5 mi shundaq qabila bo'lgan shu Payg'ambar alayhisolam bu vaqtda ash qabila bor. Xaybar deymiz, Bani Qurayza deymiz, Bani Qaynuqa deymiz. Yani nima shundaq bir 4-5 ta qabila bor, Yahudlar qabilasi. Ayda qabilalar bo'lgan. Ash qabilalar shu o'z vaqtida shu nima Rim imperiyasi ashani besib olgan vaqtida ular ashani qochib Madinaga o'rlashgan Yahudlar. Ular o'zi u masjidga ega bo'lmagan. Uniki shu Masjid Aqsa deb at qo'yilishi va u Masjid Aqsaniki ulug'lanish jarayonlari hammasi bir siyosiy o'yin. Shu vaqtda Abdulmalik ibn Marwan degan odam o'ziniki xalifaligini tutib qolish uchun shu narsning o'zini o'ydirib chiqarib, shu rivoyatlarni o'ydirib chiqarib, uningdan o'zi Qur'ondagi Masjid Aqsa degan ismni aşağı bir qo'yish orqali insonlarga ularni uni shunday o'zi ulug' joy qilib ko'rsatib, u yani ziyorat qildirib shunday qilgan. Buniki hikoyasi shunday. Texnik tafsilotni o'qiyman buniki desa, shu islom ensiklopediyasiniki shu maxsus soha to'xtalgan narsa bor. Shuni o'qisa, buning qalay Raurs shu qanoat qilgandek darajada texnik keng tasha o'zi javobni topa oladi. Undaqda shu Masjid Aqsani ashuna barpo qilinishdan ilgari Qur'on Karimdagi shu qiblaga aloqador Payg'ambar alayhisalom nima qilgan nima burunqilar qibla musulmonlarning burunqi qiblasi deb atalgan shu yerdagi qibla keligiga aloqador boshqa zot yo'q. Yo'q, boshqa zot yo'q. Ammo u Yahudlar shu paydo bo'lgan kenda bular. Yahudlar shu Sulaymon alayhisolamniki meshitniki o'rni baribir tuproq bo'ladi-ku. Shu taraf qarab hamda namoz o'qib kelgan ko'paroq shunday bo'lgan Payg'ambar alayhisolam Madinaga kelgan vaqtda Madinada 10 ming atrofida Madina aholisi shunday bo'lgancha 10 ming atrofida bo'lganda 10 ming insonniki asosan 50% Yahudi bo'lgan. 50% Yahudi bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisolam Yahudlarni hammasini qo'lga keltirish maqsadida Masjid Aqsa taraf, ya'ni Masjid Aqsada uni o'zini Baytul Maqdas deydi aslida. Biz hozir Baytul Muqaddas deymiz-ku. Shu u nima desa shu Sulaymon alayhisolam sog'an mishtamdi. Mishning etamdi. Uni keyin Baytul Maqdas deb shunday atgan bo'lmasa Sulaymon ma'badi deydimi? Nimaning o'zida aslida Sulaymon alayhisolamniki Sulaymon alayhisolam sog'izgan mish degan gap hamdi. Mana shu vaqtida. Sulaymon alayhisolam o'lib ketgandan keyin insonlar uni ulug'lab muqaddas degan mandaq otni qo'yib olganda xuddi biz misol Azizon Qashqar, ulug' vatan deymiz-ku. Xo'sh. Ashuni qo'shib bir gap hamdi. Aka o Payg'ambar alayhisolam shu nimaning o'zi Yahudining o'zini qo'lga keltirish maqsadida u Baytul Muqaddas nima shu Baytul Maqdas tarafga qarab namoz o'qigan. Lekin ular Payg'ambar alayhisolam davomli askarlik qilib bergandan keyin Payg'ambar alayhisolam istiqib turayotgan vaqtda Alloh taolo uningdan bu qadina ma'u nima Sura Baqarning 144dan 147-oyatigacha oraliqda قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Bu Qur'onda Baytul Maqdas tarafdan degan ibora yo'q. Baytul Maqdas, Baytul Muqaddasning ismi hech qanday hayot chiqmaydi. Payg'ambar alayhisolam bir taraf qarab namoz o'qiyotdi, shu tarafdan sen nima haramning masjid taraf qarab o'qi degan ibora bor bu yerda.
Maning o'zini mana قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام deydi. Ve haysu ma kuntum fevellu vujuhakum şetre. Degan muş ayetning o'zi nima desa, sen burun o'zi qarab yani Peygamber Aleyhisselam'niki aş Yahudlar bilan baribir İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam hammasi o'xshashdir bizning payg'ambarimiz ku. Hammasi Allah'ning payg'ambarlari deb e'tirof qilamiz, Peygamber Aleyhisselam o'xshash shuning bilan. Undaq bo'lgandan keyin bu Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam bizning payg'ambarimiz o'xshashlar. Muhammed men Allah'ning payg'ambar bo'lgandeklar o'xshashlar ashlar payg'ambar. Undaq bo'lgandan keyin shu u qibli Süleyman aşağıya qarab namoz o'qigan bo'lsa, u qibli Süleymanning qiblisi, mening qiblim demakchi payg'ambar alayhisalom. Chunki Süleyman Allohning payg'ambari, men Allohning payg'ambari deganlik gapimdi. Shu sababdan ash taraf qarab namoz o'qib qilgandan keyin u Yahudlarning qilgan askirliklari qarta keyin o'z ichsi qilib turayotgan vaqtida mana shu oyatning o'zi osmon qarab qachon menga bu vahiy tushsa men shu haram taraf qarab namoz o'qiyammi deb ichsi qilayotgan vaqtida ham sen o'zing rozi bo'lgan haram masjid taraf qarab o'qigin deb Alloh taolo ma buyrug'ini tushirdi. Bu nimada Qur'oni Karimda 3 payg'ambar o'tgan qibla nim qilganda hamda qibla sog'an payg'ambarning 3 var hamda. Birisi Musa alayhisalom Misrda bir o'yning o'zini Qur'onda bor bu bir o'yni sog'in shu o'y qarab namoz shu o'yda qarab namoz o'qing degan shundaq o'zi oyat var hamda. Demak diniy markazda mana shu vaqtida shu biyan markaz qilmasha qarab namoz o'qish. Ikkinchisi nima? Süleyman alayhisalom. Birinchisi İbrahim alayhisalom aslida. İbrahim alayhisalom kabi. Ikkinchisi o'z Süleyman nima? Musa alayhisalom, uchinchisi Süleyman alayhisalom. Ham bu yerda Yahudlar olsun, Hristiyanlar olsun, nima hammasi asosan İbrahim alayhisalomni hammasi e'tirof qildi endi. E'tirof qilgan bo'lgandan keyin Alloh taolo bu yerda eng oxirida Fevelli vejheke şetral mescidil haram deb bu oyatni tushirish nima desa İbrahim alayhisalom sog'an haram masjidni. Undaq bo'lgandan keyin Ka'bani ochsag'an bo'lgandan keyin bu hech birisi İbrahim alayhisalomga qarshi turmaydi. Undaq bo'lgandan keyin aşağıya qarab namoz o'qi deb Alloh taolo keyin ashunday buyurgan. Bo'lmasa bu yerdagi masalan bir zamandagi musulmonlar masalan neminiki Süleyman alayhisalom zamonidagi musulmonlar Süleyman alayhisalomniki meshit taraf qarab namoz o'qigan bo'lsa, Musa alayhisalom zamonidagi musulmonlar shu neminiki vaqtida, Misrdagi vaqtida shu Misrda Musa alayhisalom sog'izga o'y qarab namoz o'qigan. İbrahim alayhisalomniki zamonida masalan Ka'badagi nima Makkadagi insonlar shu Ka'ba qarab namoz o'qigan. Buning hammasi ham ne qarab ayda namoz o'qisa bo'lganmi degan vaqtda Alloh taolo uning javob berib, Sura Baqaraning 115-oyatida "Velillahil mashriqu vel mag'ribu fa aynama tuvallu fasam vajhulloh" degan oyatning o'zini degan, shu nimaning o'zini bayon qilgan misol. Mashriq mag'rib, ya'ni butun dunyo Allohning, har taraf Allohning degan gapda. Qa taraf qarab namoz o'qisanglar u yer Alloh taoloning roziligi bor. Ya'ni Alloh rozi bo'lgan bir holatda o'qisanglar, u bo'laverdi degan gap. Ana shu vaqtida. Uning uchun sizlar o'zi Baytul Muqaddas taraf qarab o'qimsizlar, Ka'ba taraf qarab o'qimsizlar, u hech qanday nima emas, faqat ham namoz o'qish degan narsaning o'zini sizlar amalga oshirishingiz kerak. Buningdan keyin sizlar shu Ka'ba tarafga qarab namoz o'qinglar, shu eng to'g'ri so'li deb mayda "Favallu wujuhakum shatral masjidil haram" degan oyatni tushirishdiki sabab bu. Shuning uchun biz halqi muqim turayotgan uyda turayotgan vaqtida qibla taraf, ya'ni Ka'ba taraf qarab namoz o'qiymiz, shundaqmi? Aeroplanda, poyezdda ketayotgan vaqtda-chi. Qa tarafga qarab turgan bo'lsa, shu tarafga qarab namoz o'qiyveramiz,
bexatar tarafga deb shunday degan. O'zini qulaylik bo'lgan qarab, lekin masalan ayirgan haramdan Saudiyadan uçmau Angliyaga qarab ketayotgan bo'lsa, Angliyaga qarab namoz o'qiymiz shu yerda. Oqimizga qarab o'qimaymiz ki. Bu yerdagi narsa nima desa, bu yerdagi masala namoz o'qish masalasi degan gap hamda. Normal turgan vaqtida, normal holatda Ka'ba qarab o'qiymiz, ammo normallikdan chiqqan vaqtida, masalan, eshakni minib ketyapmiz yoki bu yerda urushda ketyapmiz, tankning ichida ketyapmiz yo aeroplan ichida agar namoz o'qish kelib qolsa, shu yerda bir fursat bo'lib qolsa, demakki, qa tarafga qarasak bo'laveradi degan gap. Chunki pasam vajhulloh, shu yerda Allohning roziligi bor degan gap. Yani şu namazı haslanma ya da kıble demek kıble atalgısı ya ki bütün ibadetlerde insanın tabiatı bir binası olsun deyip manak mayanlara çünkü tallaş insan için en zor nimikinde faaliyetken normalde bir insan bir günde özü halamay mыңlarca bir narsani tanlashdan nimasini o'tadikanda aniq qilsam bo'ladimi, ma'lum qilsam qo'yaymi, o'tiraymi, qopaymi, mangaymi, turaymi, o'ngmi, so'lmi, butun tanlashni ichida o'tadi ekan inson. Ashta bu uchun tanlash doirasi kengayib ketsa, odamda bir xil rahatsizlik bo'ldi ekanda, amaliyot to'g'riliqi erkinlikdek, ani boshqa jiqni tanlay olaman degan bilan umumiy bir mushkulotchilik ekan bu. Agar tanlashda son oz bo'lsa, oson tanlaydigan gap ekan. Şu muşundan qarab, şu Allah'a ibadet kıldığın çağında maşanga qarab qilsang bo'ladi degan shakldagi bir inson qulaylik qilish uchun Alloh shunday bergan bo'lgan deb ba'zi ashtam o'ylab qoldim men. Shu qatarapga qarab namoz o'qisak bo'laverdi aslida. Ammo inson biz atraf qarab, biz matraf qarab o'qisa, insonda bir bir tarafdan tartib bo'lmaydi. Yan tarafdan İnsan deganda bir narsani turchi qilishga umroq narsa ku. A taraf qarab qo'ydi, ma taraf qarab qo'ydi. Shuning uchun Alloh taolo u yerdagi masalani hal qilish uchun haram masjid taraf qarab o'qinglar. Deb shu yerga hamma o'zi qa taraf qarab o'qisak bo'ladi degan ishkilinishni amaldan qoldirib insonga o'ng'ay bo'lish uchun haram masjidga qarab namoz o'qishning o'zini Alloh taolo buyurgan. Uning uchun biz normal vaqtda har qanday bir shart asosida amalning berjizada shu haram masjid tarafni enğarak tepip kığınımız şu en yaxşısı oldu. Ama ben bay degen gidek bir alette oğa vaxtıda qarab oqsak o buluverdi. Hem de Kâbe'ni hem de oturdu bir öy yanında tört çarşı qara perdelengen. Böyle dostlar ara tefekkür qılgan vaxtımızda işte deydigan toq bu Kâbe'ni eğer kötürüp ötüp şuna julupla alsak namoz o'qiyotgan chog'da insonlar bir-birisiga qarab namoz o'qiyotgan bo'ladi o'sha yerda. Debchi, mana tasavvur qilatdik. Demak, bu yerda asli maqsad bu yerda insonning ulug'liqqa sharat qilgan muhimligi degandek ajoyib bir jarayonlar bo'lgan bu yoshlik vaqtlarimizdagi izlanishlarimizda. Bu balkim Ka'baga aloqador mazmunda taxmin tafsil to'xtalishimiz mumkin. Bugun mana bu Masjidil Aqsa yoki Peygamber Aleyhisselam'ın Mirac vaqaliga aloqador bu bo'lanmagan bir ish edi degan so'zni qartam o'sha Ka'bada yuzni Masjidil Aqsadan Masjidil Haramga burg'anlik oyatini dalil ko'rsatib, shuningdan biz shu aslidagi kon qabliningki Masjidil Aqsa ekanligiga dalolat qilingan degan iddia qarta, fikr qarta berilgan izohatga yuqoriqilar. Bir yığılamış alba. Çünkü vaxtımızda ki mezmunlarga toplanmaymiz. Xo'sh, bir xulosa chiqarib. Yig'ib aytganda bu yerda Masjidil Aqsa degan bir masjid asla bo'lmagan. U keyingi vaqtda shuning ismini Masjidil Aqsa degan ismni shu Umar masjidining eti asli Umar masjidi degan masjidda u. Shu masjidniki ismini o'zgartib Masjidil Aqsaga o'zgartgan. Buning o'zi shu Abdülmelik ibn Mervan'daki zamanısı bo'lgan ki bu 90-chi. Yani şu hicretning 90-chi yillariga to'g'ri keldi ekan endi. Hicretniki 90-chi yil deganda milodiy 714-15 yillariga to'g'ri keldi ekan misol. Shu endi butunlay shu nimaniki tarix kitoblar qarasa, texnik tafsilot bor, lekin nimasi shunday chiqadi endi bu. Tarix kitoblardan shu.
Endi bu qolgan jarayonlar, bu shu mazmun aloqador qolgan jarayonlar tarixchilarning izlanishiga havola qildi. Undaq bu vaqtda to'xtalgan, berilgan javob tugagan bo'ladi hisobda. Tugagan bo'ldi. Payg'ambar alayhisolamniki, demakki bu yerda haramning mescididan o Falastindagi, Isroildagi seriq gumbozga berib bu yerdan osmonga chiqqan degan bu hikoyalar yolg'on. Buni o'zi bilib olish kerak. Shu nimaning o'zidimi Payg'ambar alayhisolam mo'jiza sohasida edi. Ash sohadimi bundaq bir mo'jiza asla bo'lgan emas Payg'ambar alayhisolamga. Qur'oni Karimda boshqa hech qanday bir mo'jiza bo'lib boqqan emas. 50 vaqt namozniki tushirilib, keyin o'zi orliqda bedekchilik qilib o 5 vaqt tushirib oldi degan gapning o'zi hammasi yolg'on. Yana haramning masjidida 2 rakat namoz o'qisa 100 ming rakat namozniki, Payg'ambar alayhisolam masjidida 2 rakat namoz o'qisa 10 ming rakat namozniki, shu hozirgi Qudusda 2 rakat namoz o'qisa 1000 rakat namozniki savob bo'ldi degan gapning o'zi yolg'on. O 2 rakat namozni Ka'baning ichida o'qisimi 2 rakat namozning savobi bo'ladi. Amerikada o'qisimi 2 rakat namozning savobi bo'ladi. O dunyoning har qanday yerda o'qisa 2 rakat namozning savobi 2 rakat namozning savobi bo'lgan gap. 2 rakat namoz o'qib qo'ysa 100 ming rakat namozning savobi bo'lsa bo'ldi. Shu yerga 2 rakat namoz o'qib qo'ysa hayotda oxirlash namoz o'qimsin bo'lgan holatga yetdi degan gap. Butunlay Qur'ondagi Alloh taoloning ko'rsatmalariga bu uyg'un kelmaydi. Onun uchun Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Femen ya'mal misqala zarratin hayran yara ve men ya'mal misqala zarratin şerran yara" diye ayet arkalık kim zarrachilik yaxshilikni qilsa, onun layık mukofot berildi. Kim zarrachilik yomonlik qilsa, onun qarta jazo berildi degan bu hukmga asosan 2 rakat namozni nada o'qisa 2 rakat namozniki mukofot shunga loyiq bo'ladi. Eskilikni nada qilsa Onunki cezası mı hem o'xshashla o'zi shunga loyiq bo'ldi degan gap. İşte qilib balaqi hayviti suridan qo'qoq soladigan mazmunlarning jiqida bir gap bor o'xshaydi. Ma gaplardan qarasak. Ama jamoatlar o'qilgan namoz 27 soat degan gap shu. Masalan, hozir hassiga o'tib ketib qoldik-da endi. Yani işkirket olduğundan artık olmaydı dediler. Şuna sonra kalış doğru. Endi namozdagi babıga kelgan bo'lsak, ashuni ham tafsil deydi hamda shu. Ya mesela hozir mavzu xarakterlik, o'sha ya anda bayatın javob. Buni inshaalloh bu namozning bobiga tafsil so'zlaymiz. Ammo jamoatlar o'qisa 27 rakat namozniki, ya'ni 2 rakat namozning savobi 27 hassa jiq bo'ladi degan bo'lma o'zi yolg'on bir gapchi bu. Bunda bir gap yo'q. Chunki Qur'on deyapti buni o'zini. Qanchalik qilsa shuningga tushliq berma dedi-ku Alloh taolo. Qur'onda deyapti buni. Ham Qur'ondagi o oyatni o'zgartirib lekin biz hamda men ma'ni qilsam, menga ma'nchilik ber deb uni biz deyamaymiz-ki. Chunki qilishimiz kichkina, uni 5 patman bir narsa demdi qani. Allohning xazinasi kenglik bas beradi degan. Albatta, o xazinasi kengligi zodi haqiqatan kengri. Ammo o xazin nima? Alloh taolo qilgan ishi qarta. Yani Qur'onda bor o. Rabbana atina fid dunya hasana va fil ahirati hasana va qina azaban nar degan deb duo qilgan odamga Alloh bergan javob nima? Ulayka lahum mimma kasabu. Ular bergan javob, ular qanchalik ish qilgan bo'lsa, shuning tushliq berma dedi Alloh taolo. Sen kichkina bir ishni hozir shuning o'g'ini qilib qo'y. 2 rakat juma namozini o'qiydi. Juma namozini o'qish uchun 2 rakat namozini o'qish uchun 2-3 minut vaqt ketadi. Duoni 1 soat qilib Xudoni ziyartirib Mandaq insonlar bor hozirgi vaqtda. Jiqaraq ishni qilgan Xudo zot hamma narsa beriklik insonga. Boshqa shaqlab ketib qolmas. Men yana tilim bosh tatlab ketib qolaman. Xo'sh, undaq bu mazmundan o'tilay, yana kallasdan o'tmagan boshqa savollar va qarindoshlar bo'lsa, keyingi qismlarda inshaalloh to'liqlashtirishamiz yoki aloqador bablarda, yani çünkü biz zaten adeta ziyarış toxtalımız degan planda aloqador bab kelgan chog'da texnik tafsili to'xtalishtirishamiz. Xo'sh, undaqda to'stan savollarni taqilay. 3-chi savollari islom manbasining
islom manbasidan shoxlanib ketishi haqida bir tafsilotlar haqida ba'zan anladık, lekin yana bir anglaydi bo'lsa, ya'ni islom manbasini biz hozir sizning nima qilayotgan fikrdagi Qur'on manbalik islom tushunchasining hozir qarshi turyapti-da millat insonlar. Yani bunun asli İslam'ın mənbəsi Kur'an dedik. Ama bu şaxlanıb hozir izlep gelsek Allah ve Allah'ın Resulü'nün başlansa ondan keyin onun keyingi sahabeler, tabi'inler, onun keyin falanı cemaat, bir tane mezhep, bir tane imamlar dep bu aşı şaxlanıb ketdi-de. Aşındaq hayvetlik. Bu yüzden bu başqa asli zaten bu şey qanday olab şekillengan bo'lg'uydi degan bir savol keldi ekan odamning kallasiga. Shu savol islom manbasidan shoxlanib ketishi qanday yuz bergan? Bu shart izlanishlar nima? Shuni anglaydi. İslam manbasi yuqorida biz deganga o'xshash Payg'ambar alayhisalom zamonasida faqatla islomning manbasi Qur'oni Karim bo'lgan. Bir qism qarindoshlarimiz degandek o'zi Qur'onni Payg'ambar alayhisalom o'zi o'ngchivashqa kallasiga kelgancha undaq shariatlarga ishlarga Alloh taolo yo'l qo'ymagan. Sahobalarning zamonasida misol Abu Bakr, Umar, Osman, Alining zamonlarida bu ashundaq davom qilgan. Chunki masalan Abu Bakrning zamonasida Abu Bakr vafot bo'lishining oldida qizi Hazrat Oyshaniki Oyshaga buyruq qilib, shu yerda o'zi to'plangan Payg'ambar alayhisalom haqida to'plangan rivoyatlarni ko'ydirib o'tishni buyurgan, ko'z oldida ko'ydirib o'tgan shu vaqtdagi rivoyatniki sonini ba'zi olimlar deyotdi 500 atrofida bo'lgan ekan. 500 tal atrofidagi rivoyatning o'zini ko'ydirgizyotidu. Hazrat Umarning zamonasida davomli shu o'zi yangidan to'qilib kelayotgan Payg'ambar alayhisalom aniqlanmish, man deganmish degan shundaq narsalarning o'zini yig'ib yezib shundaq qilgan odamning yiqqan narsalarni Hazrat Umar tapqan yerda ko'ydirib kelgan, ham shu rivoyat yozgan odamlarni turmoq solgan Hazrat Umar. Abu Hurayra eng jiq o'zi rivoyat hadislarni rivoyat bir eng jiq rivoyat qilgan odamniki birisi. Biz o'qigan kitobda Abu Hurayra bilan Anas ibn Malik degan ikki odam bor. Bu ikki odam jiq o'zi rivoyatlarni so'zlaydigan odamlar. Hazrat Umarning zamonasida Abu Hurayraning o'zini Hazrat Umar hattoki shu Madinadan o'zi chiqarib etgan. Nimalar bor? Bu shu vaqtning o'zida shundaq Payg'ambar alayhisalom man degan, Payg'ambar alayhisalom man degan deb bir qism odamlar bor. Aslida ko'rganlar bilmaydigan narsa yo'q. Oyatni so'zlasimi, shuningni bir narsa so'zlab yurgan, ma'noni qism uni hammani bilgan odam bor. Xo'sh. Ashlaq bir odam o'xshaydi umi. Shuning bilan o'zi Hazrat Umar uni o'zi shu Madinadan chiqarib etgan ekan shu nima Abu Hurayrani. Endi bu ashundaq davom qilib Qur'ondan boshqa hech qanday narsa bu diniy sohaga kirmaslik kerak. Har narsani Payg'ambar alayhisalom o'z zamonasidagi voqealikni Qur'oni Karim tatbiqlash orqali jamiyatni boshqargan. Payg'ambar alayhisalom tutgan yo'li mana shu biz shu Payg'ambar alayhisalom tutgan yo'li bo'yicha yo'l mangimiz. Biz bu jamiyatimizda bo'lgan ishning o'zini Qur'onni tatbiqlash orqali biz jamiyatni boshqaramiz degan gap endi. Bizni qarindoshlar deydi Payg'ambar alayhisalom tutgan yo'lni biz tashlab o'tamiz degandek bunda ko'z qarashda unday emas. Payg'ambar alayhisalom tutgan yo'l nima desa? Ko'z oldida bo'layotgan voqealikning o'zini jamiyatga bo'layotgan voqealikni Qur'oni Karimga to'g'ri tatbiqlash orqali jamiyatni to'g'ri yo'llantirish. To'g'ri boshqarish. Usul bu. Yani bu her qanday vaqt hozir misol Qur'on jamiyat bo'layotgan ishni Qur'oni Karimni to'g'ri tatbiqlash orqali jamiyatga to'g'ri javob berib, jamiyat to'g'ri yo'llantirsa, bu Payg'ambar alayhisalomniki tutgan yo'lni aynan tutib mangan bo'ldi. Degan gap. Endi keyinchi degan vaqtda Bayman deganga o'xshash, misol shu Baytul nima? Aqsa, Masjid Aqsa haqida 90-yillarga kelgan vaqtda hijratniki milodiy misol 714-15-yillarga kelgan vaqtida Abdul Malik ibn Marwan degan odam shu bir tal Masjid Aqsa haqida 8-chilik 4-5 tal o'zi rivoyatni o'ydiribdi misol.
Onundan başqa şu Umayya sulalası 90 yıl hüküm sürgen, 90-91 yıl şunda hüküm sürüptike. Aşı yılın içinde asasen şu nurgun neslerinin özge Peygamber Aleyhisselam palıp etken, adamlar mesela qoğulup etken adamның hemmisi şu hukukniki beşiği kilip şula məxsus ravayet oyduğan. Peygamber Aleyhisselam anıqan sahabeler hakkında mı Ashab-ı kennucumu bi eyyihim ihtedeytum degan bir ravayet var. Meniki sahabelarım yıldızga oxşaş. Qasıq əgətsəң doğru yolunu tapsızlar degan ravayet var. Qasıqlı əgətsək doğru yolunu tapıdığan şey olsa, ne üçün sahabe bilen soquşurdu şu vaxtıda? Soquşqun mu ikisi biri olsa soquşqun mu doğru mu şu vaxtıda? En adisi. Mesela Muaviye bilen eli soquşqa vaxtı spin uruşunun özüde 90 bin adam öldü. Şunun için nurgun sahabeler var. Hazret Ayşe bilen Hazret Ali neki oturuş uruşta Cemal uruşunun özüde 10 bin 15 bin adam öldü. Yani muşnuq uruş degen nurgun qetim bolgan. Muş uruşlarının hemmesinde kim odasa şu sahabeler birisinin toğrısı, yani birisinin hata deyip mutlaka. Onda bolgandan bu yerdeki näse neme degan vaqtda sahabelarniki toğrı işqa yerler olgan, hata işqa yerler olgan. Bunda düşünüş gerek. Bunun qıqa işi zadı, her qanda qıqa işi toğra deyiş, hata degan gap. Bu bir insan. Mesela Peygamber Aleyhisselam Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tenqitligen yerleri var o. İnna fetahna'nın özde liyaghfira leke nima? Liyaghfira nima? Ma taqaddam min zikri ma ta'akhkhar taşada. İnna fetahna'da. Muş ayetinin öz nima dese Peygamber Aleyhisselam bir hatalık ötkazganligi uchun sen şu hatalıkniki günahını ilgirki keyin günahını biz keçirish uchun sen Allah'tan istig'for et degan gap o. Hatta Peygamberdim o aslında hatalık ötken vaqt Allah Teala tenqitligen. Bu insan bolgandan o hatalık ötküzdü, o insanda bolgan narsa o. Onu bir eyiplaydigan narsa emas. Bizde hatalık oldu, yani bizim hatalık oldu. Şunun oxşaşlı sahabelarım hatalık bolgan. Keyinki vaqtda nima bolgan degan vaqtda şu men o'tganki darslarda bir qatim deb o'tkatdim, şu Muaviyeniki o'g'li Yazid. 3,5 yil hokimiyatni beshi turibdiki, 3,5 yilning ichida birinchi yilisi Madinaga hujum bordi, 10 mingdan ortiq odamni o'ltirib oldi. Ashuna ko'pincha sahobalar bo'lgan. Undan keyin şu sahabıniki xotin qizlarga bosqinchilik qilib 3 kun shu yerda o'zi mubah qildi. Mubah demdi, halol demdi, shunday bir narsa qildi. Qandan keyin nemil qilsa halol qilib, shu yerda o'zi Yazidning askarlari 3 kun shu yerda şu Madinadagi sahabıniki xotin qizlarga bosqinchilik qilgan. Kelarchili, ikkinchi yilsi yana Makkaga hujum qilib, Manchanoq degan narsa var, o vaqtda shuni olib etib Kabe'nin özünü köküm talqan qilib etgan misal. Şu vaqtda Hajri Aswadning o'zi paramparcha bo'lib ketganda, uni keyin o'zi shu sahobalarning qilib, Abdullah ibn Zubayrniki shu saqizgan, shu Kabe'ni ikkinchi qaytam o'zi yasidi. 3-yilisi Peygamber Aleyhisselam'ın ehli beyti deydi. Şu Fatima yani Ali'den tug'ilgan bolalar, uning navr-chavralari bo'lib, 600 dak odam Karbaloga borgan vaqtda Qağalar hemiz taşıp kaç gitip şu 60-70 tek adam kayıp kaldı. Peygamber Aleyhisselam'daki nevre çevrelerden. Aşılarının özüne Yezid kumandanlığındaki askerler tutup Hüseyin'i şöyle öldürdü. Qağalarının özüne başlarını aşkızıp, kiyim keçeklerinin özüne pütüler jitip özü putkoluğa zincirli bilen bağlap putkolunun özüne cemaatler sazayıp öldürüp atı aşılarının özüne. Misalda şu vaqt ne bo'ldisa İslam namı asıda İslam karşı hareket et berildi. Bunu dekin bütünlay aşındaq özü ravayetlen to'qish orqali yani ma kitap qarsa bundaq narsalar jiq chiqdi. Hidoyat deymiz ma'ning o'zini Sharvaqayva yanbisi var. Bu kitapning o'zida nurg'u yerda arab tilidagi o'z vaqt tutib kelayotgan shu jazo haqidagi narsalarning o'zini din nomida shuni ko'rdigan. Misol murtadni o'ldirish degan, zinoxoni o'ldirish deganga o'xshash.
nurg'un ham shunga jazo haqida, ya'ni ibodat sohasidami, men o'tganda degandim, u haramga borgan vaqtida shayton tashadigan ishlar, misol. Ashning o'zimi İbrahim Aleyhisselam ölüp ketgandan keyin, o bir qancha 100 yil o'tgandan keyin aşı İbrahim Aleyhisselamga hikoyani to'qib, ani shayton tashadigan odatni shu vaqtda paydo qilgan. Aslida o shayton tashatish degan narsa mavjud emas bu yerda. Bag'achad ko'rdik, bizmi ko'rgan uni o'zini. Betonni qo'yib qo'ygan. Ash betonga atadi, shayton nima ish qildi u yerda? Ashda qilib odamni ahmoq qilgan endi qilib olgan misol. Demakki, mushu 90 yillik jarayonda, ya'ni Umayya sulolasidagi zamonasida butunlay rivoyat to'qish orqali arabniki payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishdan burungi İbrahimning dinida deydi o'zini. Shu İbrahim alayhissalomniki dini deb atalgan, bu İbrahim alayhissalom diniga to'g'ri kelmaydigan nurg'un narsalar bor edi. Osh narsani, ya'ni aynan asliga akilib, shu dinning ichiga kirdirib olgan bular. Buning o'zini uning uchun uningga nima qilgan desa, uni kirdirish uchun ashunda payg'ambar alayhissalom man degan, sahoba man degan, ustan sahoba man degan deb shu sahobalar nomida, payg'ambar alayhissalom nomida shunday rivoyatni to'qib, payg'ambar alayhissalomga bo'xton chaplab, mana shunday o'zi nurg'un narsalarni o'zgartgan. Shuning uchun o'zi bu kutubi sitti deydi. Hozir kutub tisavubdi, tisavubdi. 9 sahih kitob shuning bilan o'zi maydonga kelgan. Hozirgi so'zlar qaraganda 1,5 milliondan ortiq rivoyat bor. 1,5 million rivoyatning o'zini agar payg'ambar alayhisalom 23 yillik hayotiga bo'lsa, kunligi qanchalik to'g'ri keldi misol. Qopmay o'tirib rivoyatni so'zlaydigan gapda shu vaqtida. Qanday narsa bu? Demak, dinlik shohlab ketishi payg'ambar alayhisalom vafot bo'lib, shu 4 shu xalifa niki zamoni o'tgandan keyin, ya'ni ular to'yib ketgandan keyin 30 yil davr bu. 30 yildan keyin Muaviya bosh bo'ldi. Shundan boshlab asosan shu islomni qayta shu o'ziniki burunqi dinniki holatiga ekib bo'lgan bo'lar. Nurg'un yerni islom nomi ostida. Shuning uchun bu islomga nurg'un narsa kirib ketgan. Buni hozir masalan bizniki diniy olimlarimi shu gapni qilsa darhol qabul qilinmaydi. Shu Qur'ondagini aynan desa qabul qilinmaydi. Nima uchun desa, kallistik islom bilan Qur'ondagi islom o'xshamaydi. Baytma payg'ambar alayhisalom haqida mana va qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana min al-ardi yanbu'a degan mush oyat oxirgichilik, mush sura Isroning 88 dan 93-gichilik mush oyatni o'qisa bo'ladi. Mush payg'ambar alayhisalom qo'ygan shartlar, u nima ish qo'ydi degan vaqtda ularni kallisdagi payg'ambar shu. Ashtaq bir payg'ambarni ijod qilib kallisiga qo'yib olgan. Payg'ambar alayhisalom shuni qilamadimi? Uning o'zini payg'ambar demaymiz degan gap. Aslida u o'zini kallisdagi to'qib olgan payg'ambarmi? Aslida undaq bir ishni qilib boqqan payg'ambar yo'q. Ammo kallisi ashtaq narsani payg'ambar qilib, payg'ambarga shundaq bo'ladi degandan keyin Alloh taolo oyat deydi: Qul subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula degan oyatning o'zi oxirgi xulosa shu. Men faqat elchi, Alloh taoloni evatga elchi, men bir inson xolos. Mening qo'limda hamma ish qilib ketgan bundaq ishlar yo'q. Bundaq desa, payg'ambar alayhisalom qo'lidan ish kelmaydigan odam deding deydi. Payg'ambar alayhisalom qo'lidan ish keldi, faqat insonning qo'lidan keldigan ish keldi. Ammo u Xudoning o'rniga chiqib, Xudo qilgan ishni hammasini payg'ambar alayhisalom qila oladi deyish xato degan gap. Mana mush sababdan, ya'ni payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin din nomida, ya'ni dinga qarshi mushundaq ishlar nihoyat avjab ketgan. U din nomidagi, ya'ni din qarshi narsalarni, dinda bo'lmagan narsalarni dinga akirish uchun rivoyatlarni o'ydirishga to'g'ri kelgan. Ya'ni o'zining ko'nglidagi hukmlarni din nomida ijro qilish uchun uningga Qur'onda oyat olmagandan keyin rivoyatni keltirgan gap misol. Ashunda qilib shu vaqtda arab millatchiligi nihoyatbak avjagan vaqt o'g'ashqa boshqa hattoki boshqa millatlarni besvaga yerga boshqa millatlarning o'zini shu o'zining tilida so'zlab qo'ymaydigan ashunda holatni shakllanganki, hozirgi shu Xitoy siyosatidaglar. Unda bo'lgandan keyin u yerda nima desa, arabning tilini maqtaydigan ta'allimul arabiyyata va allimuhan nas fa innahu lisanullohi azza va jalla yawmal qiyamah degan rivoyat var misol.
Muşundaq rivayetlarni to'qish orqali arab tilini ulug'lash, o'xshash, zamzamni ichib o'zi iftorsiz qanchalik savob bo'lganligi, xomini yeysiz qanchalik savob bo'lganligi, to'g'riliq muşundaq rivayetlarni to'qish orqali bu u yaniki nas keraklarniki ulug'ligi haqidagi to'qilgan narsalar bu. Andakan o'ziniki ahkam sohasidagi, madaniyat sohasidagi narsalarni boshqa millatlarga singdirish uchun, masalan, salli o'rab turib namoz o'qisa, qancha jiq savob bo'lganligi 27 asma o. Salli o'rab namoz o'qisa 27 asma jiq savob bo'ldi degan bir rivoyat bor bularniki. Uni unutib turar lekin. Aşının qo'shash o'ziniki ash madaniyatini boshqa millatga singdirish uchun bu savobni oldi qo'yib o'tirib, uningdan uni o'zini tashviq qilgan, millat uningga e'tiqod qilgandan keyin uni qiladi. Shuning bilan lekin bu ishlar yuz bergan. Masalan, hozir qora kiyim kiyishdaymiz, yuzini yepishdaymiz, mushu kiyim madaniyati sohasida mushlarning hammasi nima degan vaqtda arablarniki Arab bo'lmagan millatlarni assimilyatsiya qilish, ularni yo'q qilish maqsadida yapgan ishlari shu vaqtdagi degan gap. Shuning uchun bu islomdagi manbasi osh sababdan shoxlab shundaq ko'payib ketgan, keyingi vaqtda islomning ichiga kirsa, u boshdan kirib, yana boshdan chiqish mumkin bo'lmaydigan bir holat shakllanib qolgan. Masalan, bu aqida kitoblarini o'qisa, shunchalik qiyin kitoblarni birdan aqida Qur'onning ichidagi Xudo bor, bir degan ikki kelima so'zni isbotlash uchun payg'ambar barhaq kitob Allohning kitobi degan shunday bir narsani bir aqidaning o'zida masalan ixcham yozsa bir varaqqa patadi, siz sharhiyasi 5-6 varaq chiqa, shuning o'ziga Qur'onchilik ma qilinligini ko'ramda. Qur'onchilik ishki chiqadi, cho'ngligimi Qur'onchilik ishki chiqadi. Ma xatlarni ko'ramda, gezni xatlar ushshaq xati Qur'onda 10 chiqadigan kitob ma u. Bir tal aqidani o'rganish uchun mushundaq kitobni o'qigan bo'lgandan keyin u aqida degan narsani aslo bilmaydigan qilib o'tirgan gap insonning o'zini. Buni o'qiylik insonlar aqidadan hech qanday asari yo'q holatda Xudoni so'rasa, u Xudoning o'zini tasvirlab berolmaydigan, Qur'onda nima deganligini bilmaydigan holatda shunday bo'lib qoladi insonlar. Shunday butunlay sarangib bo'lgan vaqtda uning lekin diplom berib, sen to'liq hamda bizning ishimizga yaragan bo'lding deb chiqaradigan gap. Bu burunma biz tafsili bir imamning yoki ustozning oldida tiz cho'kib, mush din sohasida resmi o'qiganlar ushqatgan bo'lsa-mu, izdinish jarayonlarida topgan bo'lsa-mu, bilgan bo'lsa-mu, o'rgangan bo'lsa-mu, ammo asosan avom xabarsiz qolgan nurga ilmi vakilda Aşılarning orasida hozir dalsil to'xtalgan o'sha aqida sohasidagi o'zi men musulmon deydigan bir musulmon tortishlik davosini qilib turib, firqalarga bo'linib ketgan aqida tushunchalari bor ekan emasmi? Hozir o'tirib kelayotgan butun ziddiyatning manbasi shukan. Buning ma da'vatgan gapidan bu palon taqimga tava, bu Fenerbahçe'ken bu Cumhuriyet deplam ay arut deb. Aşına o'xshash bilvekindek bilutdikinde biz bilmaydiganmiz uni. Shu misol, mushu kitobning o'zida ana men nima qo'ydim? Hidoya degan kitob. Mush hidoyaning o'zida hozir hidoyaning sharisi bu hidoya. Mushuning o'zida 4 mazhab bor. Bu ahkam sohasidagi. 4 mazhabning hammasini bir kitob yig'ib qo'ygan. Undan keyin o'zi bir odamga falon to'g'riliq javob bering desa, a mazhab an debdi, ma mazhab man debdi. Qur'ondan bir narsa debdi degan bir narsa yo'q. Qur'ondan desa birli gaplar tugaydi. Undan keyin o odamning o'zi an debdi, sen nima deysan? Men hech nima deyolmayman. Sen qonun tavadisi, hech qachon tava emas o'zim. O'zing maydonni, o'zining kallasi nima ekanligini bilmaydi. Manda qo'yib qoladi insonlar. O'zim qiyib ketganligida. O'zim qiyib ketganlik. Yo'l chiqgandan keyin biz tarim o'tunga mangan vaqtda 80 yo'l degan bir yer bor-ku. Estağfurullah. O aşağı olgan vaqtda nurg'un odam ezib ketgan ish bor-da, yo'l topolmaydi-da, nurg'un yo'l bo'lgandan keyin. Xuddi shuni qo'sh 80 yo'l qilayotgandan keyin
o insanlardaki özünün yolunu tep mağamaygan halat şekilleniyor. Onun için Allah Teala ne deydi? Ve'tesibu bihablillahi cemi'a ve la teferraku deydi. La havle ve la kuvvete. Allah'ın kitabı eslan deydi. Bunun da başka nesli kerek yok deydi. Ve la teferraku degenin özümü bölünmenla. Ya ki aşı Allah'ın kitabı esliga vaxtı bölünmeysizler deyen gep bu asılçı. Yani bunu bir xulasalsak, mening kallamda tushungan tushuncam ham hozir 5'in başının içinde hozir men buro bilmepdik. Vallahi zaten shu ta'sirlanib o'tiribman sahobalarning aytadigan hikoyalarning ichida, mo'jizalarning ichida aqlimiz pong shu eribli ketadi ekanmizda. Anda o'g'anki oldimiz bir hayvat necha yil men mancha yil o'qigan degan bir insonningki salofati, suribdi, hayvat o'qigan ekan, o bilib bilmayotganda deb tizchukdan o'tirib, bilmagan yerimiz bor o'xshaydi deb o'tib ketdik hamda. Ömrümüzün 20 tükide bilmeyimiz lekin asasen 50 yaş kirip qalay dedik. Hozir endi qaytadan qarab baqsak, bu nima deyotgandi desek, dardning gepining ichida nurg'un mantiqsizliklarni bag'ansa bayqaydi ekanmiz-da. Allah ve Allah'ın Resulü degan yerdan boshlanadi ekan endi. Asli bunu oldingi islom programmada bir qancha qitim yerde eskartlar, ammo diqqatchilik qilolmadi. Yani bir urg'ulaydi, nuqtalaydi dedim. Yani Allah'ın kitabını eslib turib, Allah ve Allah'ın Resulü deb aşağıdan şahlansa, mesela. Yani Resulullah'ın ayrım bir yolu yok asli. Belki şu yerde bizden kallımızı düşünüşte Allah ve Allah'ın Resulü deymiz. Kur'an desen yetmeydi, Kur'an hadis deymiz. Hadisini çaplı olur. Asli dedi ki, hazır kadar inkar yazıvatkan karındaşlar, kulkanlık dın tutunlar, aziz karındaşlar, onda kılmağınlar. Biz özümüzden tilde sözler vatımız, hadisini inkar kıldı degen sözge kayıt karanlar. Hadisinin hadis ikenligiga, Peygamber Aleyhisselam'ın şunda işlerini kılganlıqıga, eğer rast olsa, sahte hadisler doğrusunda hiç gibimiz yok, onun gep kılışına haceti yok. Bulangan emiz, şu sağlam hadislerdeki Peygamber Aleyhisselam'ın kılgan etken, anlagan, mangan, tuğan, yak sükut kılgan dep mavzulangan bütün hadisler, sağlam hadislerninki aşındak jaryanlarla hadis boğanlıqıga amenna. Bu zaten bulaptı şu çağda. Ama bir yerde deyilayotgan mesele nima desa, Kur'an'dan İslam'ның nima ekanligiga qayırgan vaqtimizda u bütün jaryanlar Peygamber Aleyhisselam'ın kılgan etkenlerinin hammasi, hadislerinin hammasi Kur'an'ның icra qilinishidir, o'zi emasdir degan izohatni berdi kerak ustoz. Bu söz inkar qilganlik bo'ladigan bo'lsa, kelinglar yana qayta munoziralasak bo'ladi, lekin qayta o'ynab boqamiz qardoshlar. Men ishonmayman, ko'ta uni degan gap yo'q. Bo'libdi, qipti, etibdi, aşağıda qapti. Bu dinning o'zi emas, ijroat qilinishi deb izohladi. Endi qayta o'ylanib boqamiz qardoshlar. Men xato tushunib olmagandim ustoz. Qur'onda nima din, shariat degan ikki narsa bor-ku bu. Qur'onning o'zida bor, bu o'tgan darsda bir qatim so'zladik uni. Qur'on, yani din umumiy bir narsa o. Bütün insoniyatga zaman makonni nim qilmay, hammasiga o'rtaq bir narsa. Shariat jo'disi, shariat har yerdagi ahvolni, yani har yerda bo'layotgan ishning o'zini Qur'onga tatbiqlangan qismi. Bunu shariat deymiz-da. Shuning uchun bir yer ijro qilgan bu qismning o'zini yana bir yerda uni aynan ijro qilaman deyish xato bo'lgan gap. Nima qilsa ahvol o'xshamaydi-da. Bunun için bu yerdeki hadis nima desa, meniki bu yerdagi ishonmasak bo'lmaydigan hadis deganim Qur'oni Karimda zikr qilingan. Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisolamning zamoniga doir hadis eng az bo'lsa men o'ylaymanki 4-5 bor bo'lishi mumkin. Eng az bo'lgan vaqtida. Jiq yana 4-5 bor degan 100 varaq atrofida yana hadis bor degan gap. Payg'ambar alayhisolam zamonida bo'lgan hodisalarni bayon qilgan, yani voqealarni bayon qilgan ayetler Kur'an-ı Kerim'de 4-5 para yetidi. Men bununki biz işinimiz aşındaq bir vaqealikni bo'lganlikqa 100% işinimiz degenge. Bunu Allah Taala Peygamber Aleyhisselam'a evetken bir vahiy ekanlik ham 100% işinimiz degenge.
Ama onun sırtındaki narsalarga Alloh taolo bizni ishonishga buyurmadi. Bak Qur'onni tushundim. Muhammed ölüp ketgandan keyin 250-300 yildan keyin bir narsalar yozildi. Muhammed yana o'zi din sohasida uningga ishonadi degan bir narsa yo'q Qur'onda. Hatta Qur'onda yozilgan narsa nima desa, qo'li yozgan narsani bu Allohning dini degan odamning holiga voy. Yana o'tganki qatim dedik. Innaz-zan nima innaz-zanna la yughni anil haqqi shay'a degan oyat bor. Ular o'zi gumonga ishonadi. Gumon haqni isbotlashga yetarli haqni isbotlayolmaydi. Gumon narsa bilan haqni isbotlab bo'lmaydi. Bu yer nima degan vaqtda hadis gumoniy narsa. Gumoniy narsa iymon bilan zid degan gap. Iymon degan so'zi yaqini, au gumon. Yaqini degan jazman. Uning o'zi hech qanday qaror qilinib bo'lgan zot uniki haqkanligi jazmlashgan narsa degan gap. Onun so'zi haqkanligi jazmlashmagan gumoniy narsa degan gap. Bu vaqtda ikkisi qarama-qarshi narsa degan gap. Buning uchun bu halqi payg'ambar alayhisolamdan keyin yozilgan payg'ambar alayhisolam qilganmish, etganmish degan narsaning hammasi yo'lsa, bu din qatoriga kirishga bo'lmaydi degan gap. Dunyoda men o'ylaymanki, Allah'a, Allah'ның payg'ambariga, Allah'ның diniga musulmonlarchilik zulm qilgan ikkinchi bir millat yo'q. Ikkinchi bir dindagi insonlar yo'q. Her kimse Allah'a, Allah'ның payg'ambariga, Allah'ның diniga, shu Allah'ның dini nomidan bo'hton chaqlaydi insonlar. Ashna xizmat qildim deb turib. Men shundaq qilgan odamniki oqibat qanday bo'ldi degan vaqtida Alloh taolo bundaq odamlar innahu la yublihul mujrimun deydi Alloh taolo. Ash oyatning oxirisi bor shu. Innazan la yughni anil haqqi shay'a degan oyatning oxirida ashuni xulosalaydi. Bundaq odamlar jinoyatchi deydi Alloh taolo. Bu jinoyatchini Alloh taolo hech bir zaman qutqazmaydi deydi. Demak ki Allohning diniga haqiqatga eslanmagan odamlar hech bir zaman qutlanmaydi. Agar biz o'zimizni isloh qilmaydigan bo'lsak, biz bu zulmdan qutlanmaymiz biz. Mümkün emas. Shuning uchun bu yerdagi bayat o dinning shaxlab ketishi degandiga endi faqatla Umayya sulolasining zamonida yetarli emas. Keyin Abbosiya sulolasining zamonida 500 yillik hokimiyat zamonida nurg'ulgan rivoyatlar maydonga kelgan. Hatto shu Umayya sulolasining zamonida to'qilgan rivoyatlar Abbosiya sulolasining zamonida kelgancha nurg'ullar kitob holatida nashr qilinib, millatlarga taqtilgan shu rivoyatlarni asos qilib, mana bayatni ko'rsatdim. Mushu kitoblarniki ichida nurg'un ahkomlarning o'zi rivoyatni asos qilgan. Mandaq o'z aqida kitoblarining ichida nurg'un aqidalar rivoyatni asos qilgan. Hatto nurg'un oyatning o'zi rivoyatlar bilan mansub qilinib ketgan yerlar bor. Qur'onning oyatini rivoyat bilan mansub qilgan ishlar bor. Bu yerda yezilgan nima? Vahiy. Matlu, g'ayri matlu degan o'yinda bu vahiylarning o'zini ijod qilib, undan keyin o'zi payg'ambar alayhisalom zamonida o'qilgan, keyin o'zi bir odam tushukirga kirib o'qigandek ayndaq bir narsani ijod qilib, uning o'zini vahiy qilib insonlarga andaq tunishtirgan ishlar bor. Shuning uchun bundaq narsalarning o'zini tamom har millatning ichida rivoyat deganning o'zi roman degan ma'noni bildirdi. Buni tarjima qilib qilmoqchi bo'ldi. Her millat o'zining ichida roman yozadigan odat bor. Bu hech qanday bir narsa emas. Lekin romanning ichidagi hamma narsa rost ish xato. To'g'ri ish xato degan gap. Shuning uchun bu arabning tilidagi bundaq hikoya romanlarning o'zi nimada cho'chaklar yozilish bu tabiiy bir ahvol. Bir millat o'ziniki til boyligi, madaniyatni ifodalaydigan har xil sohaga aloqador narsani yozib qoldirdi. Va lekin uni din qilib olish xato degan gap. Bu yergi narsa bu. Başı tarixiy romanlarni tarix shaklida qo'llanish bo'lmaydi deb inoqqidim bor, belgilanadi vakil. Albatta, misol, shu nimaniki Abdurrahim O'tkirning Iz degan romanni o'qisak, shu romanning o'zida palanaxun pustan, daraxtni tuyikki pustan yerda mandaq chimba tushadi, o'tirib, o'zi birga menib shuni ko'rib turib yozgandek yozdi-ku. U deganda
u odam beyt uchun qilayotgan narsa u. Amaliyotda undaq ishlar bo'ldimi bo'lmadimi hech kim bilmaydi, misol. Xeyr. O'sha gapning oxirisi dinniki shaxlab ketishi, rivoyatlar dinning shaxlab ketishiga rivoyatlar sabab bo'lgan. Shuning uchun bu din ashunda rivoyatlar orqali shaxlab ketgandan buni hozirgi musulmonlar hali uzun bo'ldi, hozir emas. Qancha 100 yildan birisi mo'sha yig'ib biyak akalanmay bu dinniki opishini ketayotgan. Undaq bo'lgandan keyin musulmonlar hamma narsani qiyib ketib, hozir Qur'on ko'rsatgan yo'ldinmi, yo'lni topolmay qolib qolgan bundaq bir holat shakllanib qolliqliq. Endi biz agar haqiqatan bir to'g'ri yo'l topamiz, to'g'ri yo'lni qabul qilamiz, nijotga, dunyo va oxirat nijotga erishimiz deydigan bo'lsak, biz dinniki asos bo'lgan, asas bo'lgan Qur'oni Karim qaytishdan boshqa hech qanday yo'limiz yo'q bizning. Qur'on amaliyotni hal qilish uchun, amaliyot bo'lgan ishni Qur'onga serish orqali hal qilish uchun tushgan bir kitob. Biz bundan 1400 yil burungi bo'lgan voqelik bo'lgan emas endi. Bo'lganda da'vo qilingan bu narsaning o'ziga serish orqali ishimizni hal qila olmaymiz biz. O'sha nimada nayt rushan harakatda o'sha Masjidul Aqsa voqeasida Moshni inchki izdilinglar desak, izdilishga nimasi yo'q. Ishonganligiga qat'iy turib olgan qarindoshlarga yana tavsiya qiladi, aziz qarindoshlar. Yani hadis itibarı bilan kelayotgan nurg'un narsalarda ashtaqa mazmunlar bo'lganligi uchun Qur'onni tutib turib bugungi amal ibodatlarimizni nazar solgan vaqtimizda nurg'un ortiq narsalarni bayqaydi ekanmiz, deyilyapmiz. Shunga ayıplash yoki ishtiqlam hukmniga oldirib ketib boshqalarga o'xshash tarixda yoki biz sizlar qo'llanib o'qiyotgan manbalarda qaralayotgan kitoblardagi voqeliklardagi quloqlarini etib olganlar, boshlarını chapallar bilan yegib olganlar qatoriga kirib olmay, aziz qarindoshlar, oldinlar qilinglar bu haqiqatga. Men shunda deyman, yani demoqchi o'g'limiz bu yerda Qur'on kelsa, kambalan biza kelgan bo'ldi ekanmiz. Bugun mosh tafakkur qilib o'tib, shu mashinalar ketib o'tib o'ylanaman-da, agar bir odam bir manbani, bir tochkini qo'yib, mashinanga tuz qilib 6-7 dona mixni qaqadi dedi, masalan, tamga. Unda qarab ko'zida akilib, mana bizim mixni urib o'tib, unda akilib yamjini urib o'tib, anadaki tuz chiqdimki deb akilib jipni tatadigan bo'lsa, o'sha hargiz tuz chiqmaydi unda o'sha. Albatta. Bu o'sha qanday bo'ldi desa, chunki birinchi mixni nuqtaga qarab turib urdi. Xatolik eng oz bo'ldi. İkinci mixni urgan chog'da birinchi nuqtani ko'rolmaymiz biz. Ko'rolmagandan keyin qanday qaramaysa, nuqta qarab urgan mix ma bo'lgan ekan, men ma'noga qarasam, ashdan qaragan bo'laman, ashdan o'dil keladi deb birinchi qatam urgan mixga qaraymiz-da biz. Endi ikkinchisini, uchinchisi qarab, uchinchisini ikkinchisi qarab, to'rtinchisini uchinchisi qarab, oldinchisini qarab urib mangamiz endi. Urib mangandan keyin oxirida u shunda X5 bir narsa chiqadi endi. Ben şunun acayip okşaydı ekan dedim-da. Çünkü Kur'an'dan çıktı, Peygamber Aleyhisselam koşaldı. Şuna Kur'an dedi, Allah dedik, Allah'ın yine Peygamber Aleyhisselam'da koşaldık. Ondan dekin sahabe dedik, sahabe dekin tabi dedik, ondan dekin tabi dedik. Ondan kendinden ölümalı dedik, alim dedik, muhaddis dedik. Ahirde her xilinde biz hozirda anlab bakmagan isimlarning her birisi bizden mix deb qarasak, hammasi o'zining oldidagi odamni ko'rib turib, shuning beshin tiqalagandekdan bir ishgan degan shunday bir xulosa kelib, ko'nglim shunday yerim bo'ldi. Bu odat aqlni gal putqolni ishti qiladi degan gapga qaytadan ishondim men. Ma bir yarim soat bo'lib ketdi, bugun plan qilingan temaga kiramidik. Qanday qildik? İkinci keyingi savolga hozirgi shu shaxlanib ketishning xulosasini bir yana bir ikki jumla bilan yiqqin olsa, agar izlanadiganlar qarindoshlar bo'lsa, ya'ni dan xarakterda ism bilan bo'lsa. Shaxlanib ketish men boy degandek, shu rivoyatlar o'tirib chiqqandan keyin shaxlanib ketgan, undan keyin o rivoyatlarni asos qilib turib
bu Qur'onni asos qilmay, rivoyatni asos qilib turib, Qur'onni tarjim qildi, Qur'onni tafsir qildigan ishlar mavjud bo'lgan. Masalan, o'tgandagi degan gapning o'zini o'qiganman o Ibn Kasirning o'zini. Bu Ibn Kasirning o'zim asosan shu rivoyatni asos qilgan bir tafsir. Ashunga o'xshash, demakki, hamma narsani rivoyatga bo'ysundirib degan nima degan bo'ldi desa, u rivoyatni keltirgan vaqtda o'zi bir maqsad uchun keltirgan u shu vaqtida. Qur'onni o'zining maqsadiga bo'ysundirdi degan gap. Qur'onning maqsadiga bo'ysunmay, Qur'onni o'zining maqsadiga bo'ysundirgan gap. Bunda xatolik bor. Hozir shu nurg'unlar deyotdi, payg'ambar alayhisalom degan gapga ishonamiz deydi. Payg'ambar alayhisalom hech bir zaman men man deyapman, man mandaq qiling, men deyapman deb degan gap emas. Alloh taolo man deydi deb tabliq qilgan shu vaqtda. Alloh man deydi deb qilgan, ammo hozircha bo'lsa Alloh man deydi deganning o'zini tashlab qo'yib, payg'ambar alayhisalom man deydi deb aning qilsin degandek ikkinchi miqqa chiqib olganda bular. Ajda oldu şu. Şunu bu yerki narsa nima desak, islom dinidagi shoxlab ketishiga asos bo'lgan narsa, 250 yil, 300 yil keyin yozilgan rivoyatlar bo'lgan. U rivoyatlardan keyin aqida kitoblari o'tirib chiqqan, ahli sunna deymiz, masalan, imom Maturidniki, Ash'ari nima, Abu Musa Ash'ariniki mana kitoblari o'tirib chiqish orqali undan keyin o'zi mazhab kitoblari, aqidadagi mazhab kitoblari o'tirib chiqqan, keyin ahkam sohasidagi mazhab kitoblari o'tirib chiqqan. Ash kitobning hammasida o'ziga to'g'ri keladigan yerga Qur'onning oyatini dalil qilgan, to'g'ri kelmaydigan yerga jo'rasa, o'zining kallasi bir narsa bor, uni to'g'ri kelmay qolib qolsa, bir rivoyatning o'zini ash yerga to'g'ri keltirib lekin shunday qilgan. Men o'sha kitobni bayatni ko'rsatdim, men o'sha her birisi ma hidoyat degani ikki tom kitob bu, Qur'ondagi 10 parcha chiqadigan mana bu vaqtda. Ashliki ichida nurg'unlagan ashundaq o'zi rivoyatlar bor. Shu rivoyatni asos qilib turib ahkomning o'zini ashdaq chiqqan. Bu xato bundaq narsa. Hech qanday bir yerda Qur'onning dalilsiz ahkom chiqarish xato. Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaykumul kafirun zalimun fasiqun degan 3 ta oyat bor edi. Bu nima degan bo'ldisa, Alloh tushirgan narsa bilan hukm qilmagan odam Allohga kafir bo'lgan bo'ladi. Alloh tushirgan narsa bilan hukm qilmagan odam o'zi yo'ldan chiqqan bo'ladi, fasiqun. Alloh tushirgan narsa bilan uchinchisi hukm qilmagan odam zalimun, qarshi tarafga zulm qilgan bo'ladi. degan gap. Shuning uchun biz agar rivoyat bo'lgan taqdirdami, u rivoyat Qur'oni Karimga to'g'ri kelish kerak. To'g'ri kelgan vaqtda uni ham din demaymiz, to'g'ri deymiz uning o'zini. Misol Qur'oni Karimda nima hadislar bor-ku. Musa alayhisalom, Isa alayhisalomning voqealiklari bor. Qur'oni Karimga to'g'ri kelgan yerlarning o'zini to'g'ri deymiz. Ammo uni qilgan ish harakati din emas u. Shu vaqtdagi dindagi ijroat qismi hozir hech kim qilmaydi-ku uni. Bundaq narsa bu. Yusuf alayhisalom masal shu vaqtda ochliqni yig'ib Misr xalqini ocharchilikdan qutqizib deb hammadan hozir ochliq chiqmaydi. Eng oddiysi. Shu davrninki nimasi hal qilish chorasi shu bo'lgan ket. Endi undaqda shu manbaning shaxlanib ketishininki 15 asrga yaqin, 14 asrdan oshgan bu tarixiy jarayonda hal olmasligining sababi nima degan bir savol so'rash lozim bo'ldi. Chunki bu programmani boshlashdan ilgari ba'zi ko'p anglagan, quloq yoki ko'z bilan ko'rgan, izlanib boqqan qarindoshlarda bir hukm bo'ldiki, oyog'i chiqmaydi dedi. Albatta, oyog'i chiqmaydi deb hozirgi vaqtda olimlar ashuna oyog'i chiqmaydi degan tutsa, oyog'i chiqmaydi. Agar oyoqqa chiqirayli buni desa, shu shaxputani butunlay tashlab olsa, oyog'i chiqadi. Buniki nima ish hal olmagan degan vaqtda shu bayatın deganga o'xshashlar payg'ambar alayhisolamdan keyingi 4 xalifa tugagandan keyin, 4 xalifaning davri tugagandan keyin Umayya sulolasi boshlangandan boshlab payg'ambar alayhisolamga ergash, ya'ni payg'ambar alayhisolamning sahobalari, ya'ni islomni ching turgan, Allohning dinini ching turgan insonlarning o'zi
eng oxirida Yezidning zamonasida qattiq bir o'zi qatl am qilingan bo'lar. Demakki, islomni aynan epmağımız degan odamlar davomli o'ltirilib kelgan. Men o'tgan degan nimadan o'zdimi? Abu Hanifa misol. Abu Hanifa shu vaqtdagi islohotchi bir odam. Başının o'zimi turmoq solinib o'ltirilib ketgan. Bizni vatan chiqmagan bu odamlar chiqqan. Abduqodir Damollamni deymiz. Ashalqi nima Chingizxon Damol deymiz. Ashlar shu vaqtdagi islohotchilar. Rivoyatni amalda qoldiramiz demagan taqdirda millatni isloh qilamiz deb o'tirib chiqqan odamlar. Ash odamlarmi shu mutaassib, o'sha radikal, shu mollarniki quliq qo'shaqmaydigan gapni qilgandan keyin ashlarniki o'zi shu radikallarniki qo'li bilan, ya'ni shu maxfiy ashlarniki yordami bilan o'ltirib ketgan ashlar. Davamlıq chiqib turgan bundaq odamlar. Misol, hozir ham texim chiqadi, arab dunyosidan chiqadi, turk dunyosidan chiqadi. Bu Qur'on qaytmasak bo'lmaydi deb Turkiyada hali kuchlik. Ammo Uyg'urlarning ichida mutlaq bu ishning o'zi bo'lish kerak, bu islohot bo'lish kerak. Hozir mana bu savolning oxirsida aslida kelajagimiz haqida degan bir savol bor edi. Kelajagimiz men mushunga munosabatlik bizniki. Bütün tarixda o'tgan payg'ambarlarning hammasi islohotchi insonlar. Konu zamonning hammasini cho'rib tashlab, zamonin tushungan va buni shu zamonidan keyingi zamon qarta qadam bosgan insonlar. Burungi zamon bo'ldi, ketdi. Buningdek hozir nima ish qilamiz? Buningdek keyin nima ish qilamiz? degan o'yda o'zi o'tirib chiqqan insonlar. Alloh taolo buningga buyurgan insonlar uni. Ularning hammasi islohotchi insonlar. Bu isloh qildigan, yana buning o'zini lider deymiz, yoki bo'lmaydi dohiy deymiz. Bundaq kishilarniki sifati Qur'oni Karim nima deydi desa, bu odamni tasvirlaydi. Masalan, Musa alayhissalom, Isa alayhissalom, payg'ambar alayhissalom, shu İbrahim alayhissalom va nurg'un payg'ambarlar haqida so'zlagan vaqtda nihoyatda irodalik insonlarni qutqizish ularning maqsadi bo'lgan. Ular uning uchun Qur'oni Karimda natijada bor. Men hech qanday ajr olmayman. Meniki ajrim faqat Xudo berdi. Qur'onda bormi shu? Qur'onda payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo deydiki, sen hech kimdan ajr olma, nima hech kimdan ajr olmayman, mening ajrimni Alloh berdi deydi-ku Qur'onda. Yani bir ayetim var, sizler işlerden hiç qanday haq olmaydigan kishining gapiga anglamamsizlar, shunga ergashmayapti. Bütün peygamberler aşağı deyillik. Ular nima desa, ularning maqsadi boy bo'lish emas, yuz obro' tepish emas, millatni shu patqoqdan qutqizish. Buning uchun kurash qilgan odamlar. Ya'ni liderniki o'zi sifati bu hech qanday narsani o'ylamay, millatni qanday qutqizma degan narsa bo'lish kerak. Bir, ikkinchisi u lider qat'iy irodali bo'lish kerak. Bir ishni qilib qo'yib oxirini yenib oladigan. U ishni tashlab yo'qolib ketgan bunda holat bo'lmaslik kerak degan gap. Uchinchisi u tirishchan bo'lish kerak. Azar qilib qo'yib lekin bo'ldilar endi. Voy, menli qilamdim buni deydigan odam bo'lmasdan, unza zerikmay zot uning ichida uni qilib olgandan keyin uni qo'llaydigan odami bo'ladi. Ish qilmagan odamni aqsini hech kim gap qilmaydi. Hozir biz gap qilmagan bo'lsak, bizni aqlimiz hech kim gap qilmaydi. Qo'rqishaqqa hech kim chonmatmas deb. Endi bu yerda bir narsani o'tirib qo'ygandan keyin bu gap xo'shaqadigan insonlar bo'ldi. Xo'shaqmaydigan insonlar bo'ldi. Uning e'tiqodiga tegadigan insonlar bo'ldi. Voy, ma to'g'ri deydigan insonlar bo'ldi. U inqilob degan mushtaq bo'lgan narsa u. Mana u hamma odam itoat qilmadi, hamma odam meni gapimni rost qilmadi deb yomonlab yetib olishga bo'lmaydi degan gap. Bu yetib olish jinoyat. Onun için Peygamber Aleyhisselam ne derse, ya ayyuhal muzammil kumil leyl, kum pe'enzir, muddessir mi ya? Kum pe'enzir, ve rabbeki fekebbir diyen ayet var o. Bu ayetin özü ne derse, sen beka tutmaya ayda, insanların özü ma yetkizgan yetküz, o insanların sen ayet vaxtida küçük neyse patkaktan çıkar diyen gap. Şunun için bu lider bo'lgan insanlarda muşunda salayet buluş gerek. Yüzünü hiç kaçan oylamaydigan,
Mayli mush yo'lda o'lsam o'ldim deydigan bundaq bir o'zi qat'iy iroda bo'lish kerak. Ikkinchidan tirishchan bo'lish kerak. Üçüncüden hech qanday manfaat ya yuz obro' hech qanday narsaning o'zini maqsad qilmaydigan bo'lish kerak. Uning g'oyasi faqat millatni qutqizish bo'lish kerak. degan gap. Uningdan keyin bunda to'g'ri bir narsaga eslab mangan insonlar shu orqali oldidagi ya'ni nima ish qilish to'g'riliq o'zi plan qura oladigan bo'lish kerak. Ya'ni Qur'oni Karimda bir ishni qilmoqchi bo'lsang, atrofingdagi odamlarga maslahat sol. Va shavirhum fil amri degan oyat bor. Fa iza azamta fatawakkal alalloh deydi shu oyatning oxirisida. Yani bir ishni qilmoqchi bo'lsang, atrofingdagi shu ishni bildigan bir qobiliyatli insonlarni yig'ib, uni maslahatlashib bir qarorni chiqar. Ham shu qarorni qilib bo'lgandan keyin uningga qog'ini Alloh taolo tavakkul qilib, shu ishni qat'iy iroda bilan qil deydi Alloh taolo. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, bu o'zi bundaq islohotchi insonlar yana bir tarafdan nihoyat kamtar bo'lishning o'zini maqsad qiladi degan gap. Hamma odam meni zot ko'targan bo'lish kerak demasdan, xalqning xizmatchisiman, xalqning chaqiriman degan bir o'zi o'yni qilish kerakki, xalqniki beshib turgan, xalqning tojisiman demaslik kerak hech bir zaman. Shu vaqtida u odam o'zining g'oyasiga yeta oladi degan gap. Hamda bu yerda bizniki kelajagimizda umid bormi degan vaqtida bizniki liderlarimiz mushundaq bo'lgan shart ostida, masalan, Qur'oni Karimda nurg'un payg'ambarlar, asosan 25 payg'ambar zikr qilindi Qur'oni Karimda. 25 payg'ambar bu kelgan ummatning hammasi yo cho'kayotgan, yo cho'kish oldi turgan, ya'ni vayron bo'layotgan yoki vayron bo'lish oldi turgan bir millat kelgan. Payg'ambar alayhisalom shundaq. Musa alayhisalom shundaq, İsa alayhisalom shundaq, shundaq o'zi vayron bo'layotgan yo vayron bo'lib tamamen shu vayron bo'lib ketish oldi turayotgan bir millatni qutqizish uchun kelgan kishilar mana shu vaqtida. Uning uchun ular naql xato yo'lga kirib ketgan bir millat bo'lgandan keyin, uning bunda to'g'ri narsani akalsa, ular o darhol o'zining xato yo'ldan yenib olmay, o payg'ambarlarga shundaq ko'p zulmlarni qilgan va bir qism payg'ambarlarni hatto o'ldirib o'tgan, shundaq ishlar bo'lgan. Hamda bu millat tushirgan narsa nima degan vaqtda millat kallasini silkish kerak. Oldida ketayotgan, yo'lni boshlab ketayotgan insonlar to'g'ri yo'l menayotgan bo'lsa, uni itoat qilishni bilish kerak. Uni qilayotgan ishining o'zini e'tirof qilishni bilish kerak. Millat. Ishni qismi uni aqsini g'ajaydigan, qilmasini g'ajaydigan bundaq holatda bo'lmasligi kerak. Chunki Qur'oni Karim buni buyurdi. Uning uchun o'z itoat qilishga buyurdi. O'tganki darsda dedik, u itoat sohasida payg'ambarga itoat qilish, payg'ambar o'lib ketganda kim itoat qildi? Ulul amri minkum. Shundaqmi? Orasidan chiqqan yo'l boshliqqa itoat qiladi degan gap. Itoat qilish shu yerda farz degan gap shu vaqtida. Ham u yerda u liderlar to'g'ri ishni qilmagan bo'lsa, to'g'ri ishni qilmasa, millat u yerda u liderga chiroyliqcha o'zi yo'l ko'rsatish kerak. Qilmaslik kerak, haqorat qilmaslik kerak, bekardan bekar. Chunki insonlikda ba'zi maxsus bizniki shaxsiy ishimiz kelsak, millatimizga Sharq Turkiston masalasiga, Uyg'ur masalasiga kelsak, Xitoyga setilib ketgan bir xoinli bo'lmasa, u odam qasddan bir narsaning o'zini xato qilmaydi. Bir narsani bilmay yoki olmaydi, u narsaniki to'g'ri xatoni faqat bo'lmay xato qilib qo'ysa, bo'lmasa qasddan berib, "Ma ishning o'zini mandaq qilay" demaydi. Agar shunday narsani xato qilgan taqdirda, u hozir biz yashayapmizmi dunyoda shu bizniki hozir shu ishimizniki beshib turayotgan insonlar yashayotgan vaqtda biz yashayapmiz. Ular xato qilgan bo'lsa, uni telefoni va yoki turayotgan yeri aniq berib ularga deydiganimizni deb, "Men mandaq qildingmi, men mandaq qilsak bo'lmam" deb maslahatimizni bersak, bu Allohning oldida savob bo'ladi. Ham o'zi ishimizga bir kishilik yassimizni qo'shgan bo'lamiz. Mana shu vaqtida. Qarang'uga kirib olib lekin Facebook so'zlab, xat yozib, WhatsApp so'zlab inqilob degan o'g'il emas. O'tirib chiqib amaliyot qildigan gap uni.
Shuning uchun bu millatniki qutulishida ikki narsa asos qilindi. Birinchi o'zi lider qat'iy iroda bilan o'zini vatan millatni qutqizishga atgan bo'lish kerak. Mayli qanday yo'l bo'lishini qat'iy nazar atgan bo'lish kerak. Ikkinchisi millat bunday liderga itoat qilish kerak. Buni har tarafni qo'llash kerak, iqtisod jihatdan, aqliy jihatdan va odam jihatdan, kuch jihatdan o'z qo'llash kerak. Shu vaqtning o'zida millat qutulgan gap. Buningga masalan misol nima desa, bizga eng to'g'ri keldigini shu nima? Musa alayhissalomniki, ya'ni Bani Isroilniki voqealigi Fir'aun naq hozirgi shu bizning millatga Xitoy qilayotgan ishni qilgan shu vaqtning o'zida. Yuzabbihuna abnaakum va yastahyuna nisaakum va fi zalikum bala'un min rabbikum azim degan oyat va Qur'onda erlarni o'ltirib, ayollarning o'zini ep qilib, shunday o'ziniki chaqir qilib, ishiltib shunday o'zi qilgan Yahudlarni Fir'aun. Shuningga Alloh taolo o'zi kimni lider qildi degan vaqtda Musa alayhissalomni. Musa alayhissalom ashya kelib, shu millatga bosh bo'lib, Alloh taoloniki kitobini o'zini yetakchi qilib, millatni to'g'ri yo'lga boshlab qilgandan keyin ularning o'zini Fir'aunning qo'lidan qutqazdi. Qutqazgan vaqtda u Isroil avlodlari qanday qildi degan vaqtda Musa alayhissalomga ergashdi aydi. Agar ergashmasa uni qutqazib bo'lmaydi-ki. Onun uchun bu yerda lider bo'lgan odam to'g'ri yo'lda mang'alaydigan qat'iy o'zi irodalik, o'zini shu ishga atay olgan odam bo'lish kerak. Millatmi uning ergashgan bo'lish kerak. Shu vaqtda bu millat qutulur degan gap. Biz agar Sharq Turkiston xalqi o'zimizni zodi bu zulmni qutqizamiz deydigan bo'lsak, biz liderlarimizga qattiq diqqat qilishimiz lozim. Xato yo'l menishga qat'iy yo'l bermasligimiz lozim. Xato yo'l manga vaqtning o'zida yoki yo'l xato yoki noto'g'ri bo'lib qolgan vaqtda uni chiroyliqcha o'zimizniki tanqidiy fikrlarimizni deb ularni tuzatishimiz lozim. Ammo vaqtning manga vaqtning o'zidami biz ularning o'zini zodi itoat qilgan shart ostida har jihatdan uni qo'llaydigan, har moddiy va ma'naviy jihatni qo'llaydigan qilishimiz lozim. Shu vaqtning o'zida biz qutulamiz degan gap. Ammo paramparcha bo'lib hamma kim ish qilishini aqsini g'aybat qilib, uni g'ajab, millatning oldida uning inovatini tushirgan bunday ishlarni qilsak, u vaqtda bu ishimiz davom qilaverdi, biz yo'qolib ketishimiz mumkin. Yo'qolib ketsak, Alloh taolo hech qanday bir o'zi bir zarrachilik ziyoni bo'lmaydi. Bizdagi odamni yo'qolib ketish hech narsa emas. Qur'oni Karim deylik, nurg'un millatning o'zini yo'q qilayotganligi, halok qilib yo'q qilayotganligi, uning o'rniga boshqa millatning o'zini paydo qilganligi to'g'ri Qur'on nurg'unda oyat bor. Bu qanday qilib yo'qolib ketgan desa, boshqa millatga besib yo'q qilayotgan insonlar bor. Dunyo tarixida misol biz hozir o'qigan tarixning o'zidami tarixda o'tgan nurg'un millatlar borki, 1000 yil burun, 500 yil burun, hozir uning hech nimasi yo'q, yo'qolib ketgan. Bizmi kurash qilmasak, kurash qilgan taqdirdami u kurashni yo'li bilan, aql bilan dunyoga o'zi dunyoniki o'sha hozirgi vaziyatiga to'g'ri keladigan shart bilan qilgan vaqtida biz uni o zulmdan qutula olamiz degan gap. Beşimiz kelganchilar o'zi uni qilaversak, o'lgunimiz o'lgan. Misol, shuni qutulamaymiz bu ishdan. Buning uchun birinchi o narsaga aql ishlatishimiz, aqlli odamlar beşimizga jasoratli insonlar beşimizga kelgan vaqtda ularni qo'llashimiz, g'ajimasligimiz, oldimizdagi insonlarning g'ajimasligimiz mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar, g'ajimasligimiz g'ajashning o'rniga uningga aql, ya'ni o'zi fikr berishimiz, to'g'ri fikrlarni berishimiz lozim. Shunday qilish orqali o ishimizni davom qildirishimiz lozim. Mana shu vaqtda biz kelajagimizdan shu vaqtda umid kutsak bo'ladi. Ammo ish qilmay o'tirib, hikoya etib, ishqital she'r etib qo'yib, bital maqola yozib qo'yib, bu yerda WhatsApp to'tang so'zlab qo'yish orqali u vatan ozod olmaydi. Unda qilish orqali ozod qilolmaymiz biz. Sözleşimiz lazım, o sözünü ameliyat kılışımız lazım. Ve ulul emri minkum degan oyatni tutib turib, o'z vaqtida shu Malayziyadan qochoq yo'ldan chiqqan bolalarning bir hikoyasi bor ekan, tragediyalik. Anglab mening ko'nglim yerim bo'ldi. Vatandagi chaqdinlar tartib Urumchidan ishga mangan chaqda ayolni ayrim mangadi deb arib etib, ayolning qo'lidagi telefonni ilib edib, ikkisining aloqasini uzib etgandan keyin ayol
ayol tarafninki til jihatdan boshqa bilmaydiganlik uchun uningga yordam lozim bo'lganligi bo'lsinmi? Unda hech qanday bir javob bermay, ulul amri minkum degan oyatni ko'zga tiqib turib, og'zini jum deb, ashuna akilib, Malayziyaga kelgandan keyinmi, yana nurg'un travmatiyalab, oxirida vatandan Xitoydan vatanga ekir ketganligini deydi. Ya'ni tafsilotini o'zilgan qarindoshlar ekan, balkim kelgusida ekran chiqib taqdim qilib bera. Ya'ni shu ulul amri minkum degan so'zni hadisninki ba'zi hadislar var ekan, shunga kuchlantiradigan. Ya'ni sening ustundagi deb. Masalan, buningga misol deyinki, sen agar sening amringga birsing amri kirgan bo'lsang, hatto uni iriqdagi laysuni yoki bir meynat nejis suvni ko'rsatib ichmishin desam, ichishing kerak hatto. Bu darajada itoat qilishing kerak degan shaklda shunday quliqini burab uningki shunda itoatga bo'ysundigan holatga kelib turib kontrol qilganligini deb bergan. Mush program boshlashdan oldida men tafsil deyishga biroz ojiz keldim. Ya'ni itoat qilish bir chigirsi bo'lishmi kerakmi, qandoq? İtaatning chigirsi Qur'oni Karimda ko'rsatishda bu faqatla to'g'ri bo'lish kerak. U odam qilishchi, u liderni qilayotgan ish to'g'ri bo'lish kerak. Shu vaqt itoat bo'ldi. To'g'ri bo'lmasa, uni tanqidlaydigan gap yo boshqa yana u to'g'ri etmaydigan liderni saylaydigan gap bo'ladi. Şu an Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisolamga itoat qilish, ya'ni nima qilish yoki yo nabiyyu nima bir oyat bor. Ashuna o'zida agar sen o'zi to'g'ri ish qilgan vaqtda ular senga itoat qilish kerak degan bir oyat bor-ku. U nima degan gap desa, sen xato qilgan vaqtda ular itoat qilsang bo'lmaydi degan gap. Hatto Rasululloh. Hattoki. Bu kadar yani o vaqtda menvatqa deb qarg'ulovchilar emas. Uning ko'zi ochiq bo'lish kerak. U yo'l to'g'ri ketayotganda bir narsani payqatish kerak bo'ladi. Shunga o'tgandagi darslik degandim malqi Payg'ambar alayhisalom Badr urushi kelgan vaqtida nima askarlar Badr urushi kelgan vaqtda bir yerga tushdi. Tushgandan keyin sahobalar "Ya Rasululloh, sen o'zingniki nimasi bilan orzusi bilan mayga tushdingmi yoki bo'lmaydi? Alloh taolo senga mushtaq amr qildimi?" degan vaqtda men o'zimniki nimasi bilan tushdim deydi o'sha yerda. Degandan keyin sahobalar nima deydi? Unda o'z bu yerga tushishimiz xato deydi. Zeka deganda o Payg'ambar alayhisalom belki bir general olmagandan keyin u yerda o urush taktikasini aytadi burundan unda urush berib kelayotgan insonlarmi bor yana degan gap. Ular uni bilgandan keyin shuni bilan mayga tushishimiz xato. Bu yerda patqoq o dushmanlikka biz yugurolmaymiz bu yerda. Ular o'ng'ayli biz mag'lub qildi degan nega tushimiz degan tog'ni beqiniga tushayli deydi. Tağını bağırga. Bu ya kumluqqa, baqımız tağva o tarafdan düşmay ötənmaydı. Aldığımızda kes onu bir amal çağrı qılımız. Degandikin ha ma'qul deb şöyle vardı. Bağandikin təligi yağmur yaqqandikin andiki o qum töpsik yağmur yağsa asfaltdek oldu o. Şundaq yaxşı oldu. Düşman andiki nima tushib qoldi. Patqaq zayka şeyak tushdi. Ular andiki menip olamay o'ng'ayli mag'lub bo'lgan gap. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtda Payg'ambar bo'lsa-mu Aşağının özde. Etrafındaki adamlar dikkat qilish kerak degan gap. Shu yerda qilayotgan ish to'g'ri bo'lsa to'g'ri, bo'lmasa to'g'ri bo'lmasa Alloh taolo urush qil degan buyruqni bergani bilan sen tog'ni bag'riga tush, yo mal zayka shayaga tush degan buyruqni bermagan. Bermaydi. Urushni qil degandan keyin u yerda urushni qilishga kelgan. Urushni qilish taktikasining o'zini ham bildigan odamlar va bilmaydigan odamlar bor edi. Unidagi Payg'ambar alayhisalom oyatdagi sahobalarning ichidan urush taktikasini yaxshi bildigan insonlar ayda mandaq qilsak mandaq bo'ldi degandan to'g'ri deb u yerda kallasini o'tib oyaga hammasi andaq qilgan ishlar bor. Demakki bu yerda nima desa, u oqsiq agashgan qo'y emas u. O qilayotgan odam uning o'zini to'g'ri qilayotgan bo'lsa, to'g'ri deyish kerak. Agar to'g'ri bo'lmasa, nima qilamiz biz buning o'zini xato deb o'tirib chiqib bu yerda. To'tayqiz gap qilib, agar u qat'iy bo'lmaydigan ish qilamiz deb turadigan ish bo'lsa, uni tashib o'tib boshqa odamni saylasi bo'ldi. Çünkü amanet deganda millatniki narsasi. Millat o amanatni o'ziniki shuni qilalaydigan odam berish kerak. Chunki Qur'oni Karimda amanatni ahliga bering degan oyat bor Qur'onda.
Şu işini doğru yeteklep manalayga adamga şu vazife berildi degan gap. Doğru yeteklep mananmasa onu sizin hata deyish millatning vazifasi degan gap. Hayır, aldıdaki mezmun biraz jiq vaqtni olib ketganligi uchun keyingi mezmunga tarz to'xtalamadik. Herhalde mesela nazir Xitoy bizni mustamlikada bolalar chaqlarimizdan ayirdi, vatandan ayrildik. Bani İsrail kavmiga, yani Musa alayhissalomning qavmiga o'xshab ketadigan darajada bir sarsanchilikda yurimiz, Sinachuldan chiqolmay 70 yilni yaqin butun lobiychiliklarimiz bir vatanning mustamlik ekanligini bildirilmay, hatta o'zimizni Uyg'ur yeydigan narsada to'ntanmay, bir Tibetchilik bo'lanmay hatta ko'zga ilmaymiz. Shunchalik bo'lanmay kelganliklarimiz hammasini da qarasak, shu Sinachulda cho'gilab qolgan bir qavmga o'xshab ketadi ekanmiz. Bunda bir avvalasida eğer Allah'tan teklif kilip uruş bo'ladigan bo'lib, 3-Dünya urushining kitobda shamoli kelyapti de, vatanga qarshi urishinglar desa, sen berib Allah Rabbim bilan sen berib urushqin biz o'tirib turlar dedigan qavmdan mujna inkaslar ertaga chiqishi mumkin. Chiqib qolsa vallahi bugungi Bani İsrail bizkamiz deyishim mumkin men. Estağfurullah. Yani bu xil avval aslında aldığımızda düşman güçlü, keynimizde hiç neresi yok Allah'tan başka deyimiz. Kolumuzda o kadar ya ilgilik yok, ya nimi yok, ihtisas yok. Hiç neresi yok bir avval aslında hem de. Bu şu vaqtning o'zida bir avval, muşunda avvalda bizga yana ümit var mı degan savolni bir nuqtali qoldidan bir ishga bo'lsa oyatlarni keltiramlar. Bununla men şu ayetni keltirsem men yaman jiq yerni keltirish kerakki, ham ashuni desem nurg'un odamlar hozir oyatda shuniki nemisini bila oladi. Payg'ambar alayhisalom Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida o'ziniki shu yerda qandaq turib qala oladiganlikni va qandaq qanda shu yerda g'alaba qila oladiganlik sohasida o'ylandi misolda. Alloh taolo vahiyni tushirgan bo'lsa-mu, lekin u vahiyni shu yerga qandaq tatbiqlash orqali qandaq g'alaba qilishni payg'ambar alayhisalom o'ylaydigan gap edi. Shunga atrofidagi Abu Bakr, Umarga o'xshash va boshqa bir qism bilimlik, bir qism ishlar tajribalik bundaq odamlar bilan davomli bir ishning o'zini maslahatlashadigan ishlar ashundan bo'lgan. Bundan keyin atrofida hattoki boya qibla to'g'riliq gap qildik. Hatta qibla sohasidami yahudlar bilan hech qanday talash tortish bo'lmasin degan yerga kelib payg'ambar alayhisalom shu nimaga Qudus tarafga qarab namoz o'qigan shu vaqtning o'zida. Bo'ldi o'sha yahudlar jiqga ham 50% yahudlar bo'lsa payg'ambar alayhisalom uning agashgan bir qancha, ya'ni 1-2 ming musulmon bo'lsa, demak qolgan 2-3 ming odam qolib qoldi degan gap. Uning 6-7 ming odam payg'ambar alayhisalom bilan bir jamoat qilsa, u jiq bo'ladigan gap. Ashlar bilan o'zi bir yerga kelib olsak, bu ishimiz o'ngayroq bo'ladi deb, shu Baytul Muqaddas tarafga qarab namoz o'qigan ish ashundan bo'lgan. Keyin ashuning o'zida ham shu darhol lekin Alloh taolo menga nima qiblatni o'zgartish qarta bir buyruq tushunmayotgandi demasdan, payg'ambar alayhisalom chizgan Alloh taolami shu sharoit qarta ashunda keyin biroz kechiktirgan. Nima ish qilsa, ashlar birga o'qib turib, musulmon bo'lgan odamlar u yer oynash kerak-da. Oynagandan keyin sap kengaydi, odam keyin kuchaydi degan gap oyadi. Musulmonlar kuchaydi degan gap. Kuchaygandan keyin o'ziniki ikki putul ravurs oyat turib olgandan keyin ondan keyin qiblani o'zgartsimi, onda o'zi kechikib qolgan bo'lmaydigan gap. Shuning uchun Alloh taolami o vaqtida musulmonlar qalbi holatga kelgan vaqtida endi sizlar qiblaning o'zini o'zgartib, Masjid Harom tarafga qarab namoz o'qing deydi. Bizni hozir qilgan ishimiz nima degan vaqtida biz dunyo vaziyatini yaxshi tushunishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom shu vaqtning o'zida o'ziniki atrofidagi, ya'ni Madina atrofidagi vaziyatni yaxshi tushungan degan gap. Şunun loyiq ish tutgan degan gap. Uning uchun Uyg'urlar hozirgi vaqtda xalqaro vaziyatni, o'zimizning vaziyatini yaxshi tushunishimiz lozim. Yaxshi tushunish orqali xalqarodagi vaziyat
yoki xalqarodagi davlatlarniki qonun qoidalardan qanday foydalanishni ham bila olishimiz lozim. Va u insonlardan qanday foydalanishni, davlatning siyosatidan qanday foydalanishni, misol, uni yaxshi bila olishimiz lozim. Chunki bu halqa namoyishga vaqtida davomliqla va Xitoy bizni nima halqa irqiy qirg'inchilik qilib o'zi milliy qirg'inchilik epadi, an qildi, man qildi deb kesh Xitoyniki bizni o'ltirayotganligini haq anlatmasdan u Xitoy ashundaq o'zi bir zolim bir davlat ekanligi, bu siyosati agar kengaysa dunyoga, boshqa davlatlarga import qilingan vaqtida u davlatdan ashundaq zulm boshlanib ketganligi, Xitoyniki bu o'zi qilayotgan ishi bizga emas, butun dunyoga bir tahdid bo'layotganlikdan iborat bunday bir cho'ng bir narsani biz deyolgan vaqtida vaqt ne bo'ldi degandan boshqa millatlarga bu ziyon, o'ziga bir ziyon kelmasa bizga yordam qilmaydi-ku. Bunday qilganda o'ziga bir ziyon keladigan nuqtani o'ylantirishimiz lozim biz. Agar Xitoy ashundaq iqtisod jihatda, qoral jihatda ayda eshib ketgan vaqtida bu g'arb dunyosi va kaza dunyoning hammasini paypata qildiganligi haqida biz uningga davomli signal berib tursak, ular u vaqtda bizga mandagi yordam qiladigan yo'lini o'zimi ko'rsatdi. Bizga o'zi uni topalaymiz degan gap. Shunday qilish orqali Qur'oni Karimda bir oyat bor. La yuhibbullahu jahra bis-su'i illa man zulim degan. Alloh taolo zulm qilingan kishidan boshqasiniki boshqa odamni shikoyat qilishni yaxshi ko'rmaydi degan oyat u. Biz zulm qilindik, Xitoy bizga zulm qildi. Hamda biz Xitoyni boshqa yerga shikoyat qilishimizni Alloh taolo yomon ko'rmaydi degan gap. Oyatning mazmuniga asosan. Bu bizning haqqimiz. Uning uchun Xitoyga biz o'zimizning kuchimiz yetmaydigan bo'lsa, uni jamoat to'plab, xuddi bu vatanning ozodligi bir tal toshga o'xshash, bir tal yo'g'on toshga o'xshash, uni 2 odam ko'taramiz, 3 odam ko'taramiz, 4 odam, bir oiladagi odamni ko'taramizsak, atrofimizga qo'shin chaqiradigan gap, shunday ko'tarib material tashlaydigan gap uni. Xuddi shunga o'xshash, bu Xitoydan iborat, bu diktatorning o'zini, bizniki o'z dushmanimizning o'zini biz beshimizni ep tashlash uchun o'zimizniki kuchi yetmaydigan shu bo'lsa, o'zimizni kuchiga birlashtirib, o'zimizniki urug' tuqqanlarimiz, dindoshlarimiz va insonlik dunyosiga tashlash orqali uning o'ziga biz kuch to'plashimiz lozim. U kuch to'plash uchun baysil deganga o'xshash nima dedingiz uni? Ma xalqaro siyosatning o'zida nima dedilar? Lobbichilikmi? Lobbichilik. Lobbichilik ham shuning bir turi degan gap. Faqatla biz lobbichilik bilan siyosat qilish bilanla vatanni ozod qilamiz deganimizmi? Yana o'zi xato. U siyosat qilish, lobbichilik qilish, xalqarodagi o'zi yordam berish ishlari u vatanning ozodliginiki bir qismi. Eng oxirgi hisobda baysil degandek o'zi agar rasmiy qoral ko'tarib urush qiladigan ish kelsa, u vaqtda o'zimiz birinchi boshib menishimiz kerak. U vaqtda bizga yordamga mangadigan, bo'pti. Alloh yo'lida mana shu o'lsam shahid bo'ldi kelma deydigan insonlar bo'lsa, bizning qitimizga qitilsa, u vaqtda biz sifimizni o'zi nim qilamiz degan gap. Shuning uchun bizlarga bir davlat yoki bir millat bizga hozirgi vaqtda yordam qilmagan bo'lsa, uni tamoman tillab, uning o'zini safdan chiqarib etishimiz xato. Masalan, Turkiya deymiz, O'rta Osiyo deymiz, Arab mamlakatlari deymiz, Pokiston, Hindiston deymiz. Bular o'z biz to'g'riliq gap qilmagan bo'lsa, ularni tillashning hojati yo'q. Ularmi zodi O'rta Osiyo, mana shu Arab mamlakatlarini qo'yib turaylik, ma'qul. O'rta Osiyo bo'libmi? Xitoyning besvelishidan hozir qo'rqib, shundaq o'zi bir holat turayotgan vaqtda. Agar ashtaq ish bo'lib qolib qolsa, bizga yordam bermaydi deb kim degan bo'ladi, misol. Uning uchun biz hamma odamni dushman tutib, hamma odamniki dadisi biz bo'lmagandan keyin bizga mana deb hamma yordam qilganga. Bizmi haqqa yordam qilishimiz toptaylik-ku. Unda bo'lgandan keyin boshqalarni tillashning o'rniga chiroyli gap qilishimiz lozim. Vaqti kelganda balkim ashlardan nurg'un o'z yordam kelishi mumkin. Misol. Shuning uchun bir taraf bir qo'limizda siyosatni yaxshi tutishimiz lozim, to'g'ri etmashimiz lozim. Bir tarafni ashundaq ish bo'lib qolsa qanday qilamiz deganiga ham o'zi hozir bo'lishimiz lozim. Bizniki mana
Afg'oniston bu yerdagi mujohid qarindoshlarimiz bor ana. Ash qarindoshlarimizmi mushundaq siyosatni balkim hozir yaxshi bildigan bo'lib ketgan deb o'ylayman. Biz ular bilan ko'rishmagandan keyin. Ashundaq o'zi ashundaq qarindoshlarimiz deymiz har joydagi insonlar vatanni ozod qilamiz desa, deydigan shu bo'lsa, vatan ozod bo'lgan chog'da men vatan ketma degan gapni qilmay, vatan ozod qilib ketma deydigan mundaq gapni qilishimiz lozim. Vatan o'zligidan ozod bo'lgan bir narsa emas u. Bo'lib qolsa degan so'zlarda bir tomoshabinlik salohiyati bor-da. Men qilmayman rol elish emas. Bu mush masalada biz xalqimizniki o'zining ishiga tomuzda qo'l to'ngapti deydigan ajdodlarimizda bir ifoda bor ekan. Dal mushuninki nimasini ko'rib keldik-da hozir qadar. Ularning nazarda avarigarlar, ahmoqlar qatoriga tashlandik. O'sha biz parvonalar o'zini urdiganlar. Qarab turib o'zini o'tqudi shaklda, tuxumni tashqudi shaklda gap chiqqan, ya'ni shunday ifodalar. Endi ash rol elish nimasida turmay, tomoshabin o'rindiqida turib olganlik uchun hozir sizlar aytgandek, buloq qilib qolsa, qilib qolsa, aytib qolib qolsa, ana lekin manda degan shakldagi gap bizga hammalarga umumiy tushib ketgan. Ana lekin xalqaro yordam qilmadi degan so'zdimi bundan keyin qildiranmadi deb izohlashimiz va bu yo'ndan chiqish qilib turib izlanishimiz lozim ekan-da. Nima uchun yordam qilmaydi degan shaklda. Biz jiq narsani bilmay qarsiga maymunsimon do'rash shaklda kelganligimizni men mush dindan tortib, dinni hozir yangidan boshlayapmiz, o'rganyapmizmi? Siyosatdan tortib hamma narsada shu maymun o'yini bulatuvchi, do'ramchiqlik bulatuvdi bizda. Tushunib qilish nihoyatda ig'ir bir masala ekan. To'g'ri. Masalan, o'tganlarda Ukrainaga g'arb davlatlari ham yordam berib ketdi. Qilgandan keyin Ukrainaga qanday yordam berdi? Ular xristian bo'lganda yordam berdi. Biz musulmon bo'lganda yordam qilmadi degandek nurg'ul gap bo'ldi-ku. Sen qo'ling qurol olmasang, qanday bular qurolga yordam qiladi? Misol, biz qo'limiz qurol olgan zamonning o'zida bular yordam qiladi vaqtida. Misol, hozir Xitoyda bitirib qilmayotgan vaqtning o'zida qo'li qurol olgan odam kim yordam qilmaydi? Vaqt kelsa. Onun için özümüz kıvatqa iş veren, ulan kıvatqa işini manda görüşümüz gerek. Oldu ki emeliyatta askerin çapını kiyip durup, Kur'an etuvatqa adamlar. Bizge okşamaydı o diyen gap. Biz siyaset kıvatımız, ulan o siyaset kılmay, emeli hareket kıvatıdı. Biz mi okşaş siyaset, emeli hareket kılan bozukduk, o vakti bizge beğenmeden dese, o vakti başka gap. Bizde cık neslininki fırsatı ketibdi, shu bedel to'lash ro'y bo'lmaganligimiz uchun. Xuddi Musa islomga Bani Isroil Firavunning o'lim tahdididan qo'rqmagan bo'lsa, agashmaysiz balkim vatandan ayrilgan chog'da. Ashad jini siqilib ketib, ashad yashanmay, turolmay, xuddi Malayziyaga chiqib ketganda chiqib ketgan bo'lishi mumkin ashadimichu o'z vaqtida. Ya'ni chunki hijronning azobini burun qildi dedigan g'oliq o'ttirib o'tamdiq, mana palani qilib o'tamdiq, pali o'tamdiq dediganda o'ttirib bersak jinoyat yengil bo'lib qoladi buni. Bu qishilinib o'lsin bu go'y. Shu palani qilib o'tile dedigan to'q. Hozir endi ta'bni almishib qoldi. O'ttirgandan bo'libdi deb chiqarib bersa, ya'ni tashqari qichib qutulib ketsak, bir kun bo'lsa ortiq yashaydiganmiz deydiganmiz. Ammo ölsek şu çağ tüyeydi ekan vatanda, tuproq kirdi ekanmiz, vatanning bir parchasi aylanib ketdi ekanmiz. Lekin chet elda mandaq so'rilib, ishdan eshak xor, hurmatsiz dunyoda mandaq bedeldan qochib yashab, oxiratda bir natijasi yo'q. Bunda yashashning, bunda hayotning bir ma'nosi yo'q, ya'ni bir natija e'tiboridan foydasiz yani. Bunda bir kitobimiz endi. Qur'oni Karimda vatandan chiqqan minglarcha odam qarshi bir so'rdi bu. Ma sahari so'zlash meniki nima bo'lmagandan keyin uni aytmanda. Ulupun degan oyat bor-ku, minglarcha odam chiqib ketishlik, ashlarning o'zini mutu degan ibora bilan keltirdi Alloh taolo.
Moto degan nima desa, minglarcha odam vatanini tashlab chiqqandan keyin o'la degan gap hamda. O'la deganning o'zi hamda hammasi o'la degan o'lganlik nima emas. Bizda bir nima bor, qog'ish gapda bu. O'lgurlar degan o'xshashcha, vatanni tashlab chiqdi, o'lning o'zini ko'rganda vatan uchun kurash qilgan o'lik-o'likka u degandekchi. Allah. Qanday bir narsa. Demak, u vatanni tashlab chiqish qaysi oyatda shu motodan kelgan bo'lsa? Chunki bir izlanishda ketgan ma'vo. Oyatcha. Ya'ni Bani Isroilga kelganmi? Musa alayhisolamning qavmiga Aştaqmiki Ama bu rahmetten kıraatkan kırındaşlardan qari qurra kırındaşlar olsa aşını küçür bəsanla hoş olduğunuz kırındaşlar. Eğer hazır tapamızsa bu da qatımqı nimede aşağı uççarını qaldırış terişili. Hem nima qiladi? Xulosalaydi. Bugun hozir ümidsizlik bilan umidlanishning xiyolliqi orasida bir nima bor hamda dilg'ullik borchu. Mayli bu oramizda ziyolilar bo'lsin, mayli mana bu pul tepayotgan yoki yo'qotayotgan boylar bo'lsin va yoki siyosatchilarning xizmatda o'zining qilayotgan shu umidsizlik bilan qiladigan ashta avval bor. Ümitning bir bedeli oluş gerek elbette. Yani bir şartlık oluş gerek de. Ben şuna qarayman da. Bir narsa ümit qilsam, onun bir şart oluş gerek deb o'ylayman. Qur'onda ümit zaten qandaq bir narsa, vaqt bizni sho'g'on bo'lsa anlasak. Ümit zaten nimani ümit deymiz yoki bizga nisbatan ümit nimada? Bizga nisbatan ümit aslida özümüzün medeniyeti bilen, özümüzün tili bilen, özümüzün örf-adet bilen, özümüzün kavim qarindoshlar bilen yaşaş bu bir bizning ümidimiz. Bu ümit hiç bir zaman vatansiz mevcut olmaydı. Vatan sırtıga chiqdik, hozir balalarimizga özümüzün tilida gap qilyapmiz, atlas ko'yni kiydiryapmiz. Navrlarimizgacha, chavirlarimizgacha agar mushtaq ketyapsak, ashlar kiyamdi shuning o'zini. Misol, shu bizning tilimizning so'zlamdi. Gap bu yerda. Buning uchun bu yerdagi narsa nima desa, biz o'zimizniki millatniki davom qilishni umid qildigan bo'lsak, o'zimizniki Uyg'ur millati davomli bo'lish kerak deganni biz umid qildigan bo'lsak, nishon qildigan bo'lsak, biz u vatan uchun kurash qilishimiz kerak degan gap. Vatan bir millatniki borligi, madaniyati, tarixi, urf-odati, hamma narsasi vatan qo'lga kelgan chog'da qo'lga keldi. Başka hiç qanday bir vaqt qo'lga kelmaydi. Başka bir millatniki ichib turib, u narsa qo'lga kelmaydi. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda Sura Baqarniki 243-oyat ekan, alam tara ilallazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Adama bu oyatni bunda oladi mana. Sen öz vatanni tashlab chiqib ketgan, o'limdan qo'rqib, o'z vatanini tashlab chiqib ketgan minglarcha odamni ko'mdingmi deydi Alloh taolo. Payg'ambar alayhisalom deyapti ma'noning o'zini. Yoki burun payg'ambarlik degan. Hazaral maut degan o'limdan qo'rqib chiqib ketganligini ko'mdingmi? Faqal lahumullahu mutu. Alloh ular uchun mutu, ya'ni o'ling dedi. O'ling deganning o'zi u yerda ularni hamda bo'ldi, vatanni sirtida yashaganda yashamadi degan ma'no chiqmaydi. Ben ülonu deganning o'zi amal bayqi degan o'xshash bir ibora hamda. Mana shu vaqtda vatandan chiqib ketish o'lgan bir tang degan gap. Yıldızdan ayrılgan ko'chat misoli ekanmiz. Summa ahyahum. Qurib qoladi. Unidagi ularning o'zini tirildi Alloh taolo deydi. Nim qanday tirildi unga? Uni ularning ichidan bir lider chiqarib, bu balki mana shu yahudlarniki, shu nimaniki, Bani Isroilniki vaqaligi oyatniki umum nemisini ko'rmadim men. Bunun ichidan masalan Musa alayhisalomga bir liderni chiqarish orqali ularni, ya'ni qayta o'zini tupuruq akilib, andakin o'zi nima qildi. Uning uchun o'zi o'z tupuruq qaytib kelgandan keyin u nima bo'ldi desa, qaytadan tirildigan gap. Xuddi masalan bir tal daraxtni deyli. Daraxtni yerni shunday yulib olsak,
u daraxt bir qancha soatli turib qolsa, o'ladi, shundaqmi? Xo'sh. Shu bir qancha soatning ichida bir tuproq opirib, uni patirishimiz lozim. Ha, ma'lum muddat ichida. Xuddi shunga o'xshash inson bir mezgil vatandan chiqib, masalan, u o'zining dushmaniki, do'sti kim, dushmani kim uni bilib, o'ziga do'st tepib, hokazo qilib qo'yish vatandan chiqqan taqdirdami? Lekin u unda uzoq vatandan sirda turib qolsa, nima bo'ldi desa, butunlay o'ladi degan gap. Ya'ni tuproqda ko'milmagan daraxt o'xshash. Masalan, biz masalan, o'sha yerda men o'lib ketsam, bolalarim Uyg'urcha hozir hali yaxshi so'zlaydi, ammo chala. Bolalardan xos umidi kutaman. Uning bolalaridan xos umidim bor. Demakki, men o'ldim degan gap bu yerda. Bizniki bu yerda tirilishimiz uchun nima kerak desa, biz bir odam, bizga lider bo'lgan bir odamning o'zini, masalan, lider deganning o'zi hamda boya deganga o'xshash, shundaq millatni, vatanni qutqizish uniki g'oyasi, uningda boshqa hech qanday g'oyasi yo'q. Bundaq bir odam bo'lish kerak. Bu jasoratlik, ham tirishchan bo'lish kerak. Mush shart tepilgan odamning o'zini biz nima qilishimiz kerak desa, uning atrofiga uyushishimiz kerak, uni davomli qo'llashimiz kerak. U bir ishni qilamiz desa, uni biz zodi bizni shu ishga chaqirsa, darhol shunaqa ovoz qo'shib shu ishni qilishimiz kerak biz. Mana bir qator namoyish qilib qo'ygan vatan ozod bo'lamda. O 100 koy, 200 koy berib qo'ygan vatan ozod bo'lamda deb tilimizni chaylab o'lsak, vatan qanday ozod bo'ldi vaqtida? Bu qator mana Turkiyaga yordamning o'zida azroq qo'sqim ko'p qoldi meniki, gapni jing'il qilsam. 100 million TL'dek bir narsa yig'ilibdi deb birisi ashunday yezitdan rasmiy olgan bilmaymiz. Ba'zanlar 1 milliondan ortiq dollar hisobida 1 million dollardan ortiq bir narsa yezilibdi deb nima yig'ilibdi deydi. Qasras ish qilib, ammo 1 million yig'ilganlikqa men ishonch qilaman. 1 million dollarning o'zini agar vatanning ozodligi uchun yig'imiz desakmi, millat chiqara olish kerak. Turkiyaga 1 million chiqargan bo'lsa, vatannikiga desa, vatanni ozod qilishga 10 million chiqarishimiz kerak biz. O Turkiyaga 100 koy berganda vatan uchun biz 1000 koy bera olishimiz kerak degan gap. Hozir masalan bu yerda Uyg'ur maktabi ochdik. Bolalarimizni Uyg'ur maktabida o'qityapmiz. Bu xuddi bir alqi, bir hayvonning o'zini pichoqni menda gal pichoqni surib qo'yib, uzoqda o'lish uchun qo'yib qo'ygandek bir ish bu. Vaqt masalasi. Faqat vaqt masalasi. Ammo biz abadiy o'lmaymiz. Uyg'ur millati abadiy yashaymiz deydigan bo'lsak, vatanni olmay turib biz hech bir zaman abadiy bo'lmaymiz. Vatanni elish bizga shart, qarz bu bizga. Bu qonuniyatmi bu? İlahi qonuniyat. Albatta. Uning uchun o'zi payg'ambar alayhisolamniki Madina kelgan vaqtda Madinada Makkadan 10 ming kofir kelib, tamoman qurtiyotimiz ularni degan vaqtda payg'ambar alayhisolam qarashni bo'ldi. Oldi Xandayni ko'lab qo'yib turib, bütün sahabalar hammasi qo'siqqa bir taldan toshni tengib olsa, payg'ambar alayhisolam qanchalik tosh tengib olgan shu vaqtda? 2 tal tosh tengib olgan. Sahabalık nisbeten Peygamber Aleyhisselam 2 hassa açtı degan gap qo'saq. Sahabalığa Xandak olayga vaqtda har birisiga 1 metrdan ya'ni bo'lib bersa, Xandak olayga biz chamdamdik uni. Xandak olayga har birisiga 1 metrdan bo'lib bergan bo'lsa, chamchapagan bo'lsa, Peygamber Aleyhisselam 2 kishilik ya'ni qo'lgan. Bu lider mandat jasoratli bo'ldi degan gap. Bu liderda bo'lgan narsa bu. Demak, shunday bo'lgan vaqtda millatniki uningga ergishishi, uning itoat qilishi, qanday narsani talab qilsa, uningga o'z darhol ma'qul bo'lishi, qo'llash kuchining yetishi uningga zodi shu har sohada o'zi hamkorlashib, uning o'z bo'ysunishi bu shart degan gap. Biz bunda qilmay turib, o'zi osmondan bizga bir lider tushmaydi. U lider degan bir odam bo'ladi. U odam degan yeydi, ichida uniki kamchiligi bo'ldi, ortiqchiligi bo'ldi. Kamchiligini ko'rib, ortiqchiligini ko'rmaydigan bunda ish qilsak bo'lmaydi. Shuning uchun bizda chiqqan misol
Meniki bildiğinim. Mesela erkekam bir mezgil Dünya Uygur Kurultayı'nın 5 oldu, Rabia'dan oldu, hazır neme Dolqun hesabı vardı, başka nurgu yeri teşkilatlar var, ulan özünü koldan kiriş kılıvardı. Moşularının hemmesi neme dese, artışçılık var, kemçilik var. Kemçiliginin özünü normal halette biz insan çıktı çıraylık öz tenkitini kılışımız gerek. Ama artıkçılığını bilişimiz gerek. Eğer hata qilgan, hata iş qilgan bolsa, onu normal adam qatarida onun özüne nima qilib, uniki hataligini tuzishga yordam qilishimiz gerek. Bu vaqtda biz vatanni ozod qila olamiz degan gap. Endi biz şu Kur'an'dan nazar programmasını başlagandan tartib qarindoshlarımızda bir savol kalısı davamlı kelgizdik. Yani bir sen to'g'rini topdingmi, o'tmishdagi hammamiz xatolashdimi degan misolda ashula bir savol bor. Bundan qarab to'g'ri yoki xato qilganligimizni shu Qur'onga qarabmi deydi, qandoq araymiz degan bir savol keladi ekan. Bu vaqtda nima deyishimiz mumkin? Bu vaqtda Qur'oni Karimda o'tgan dedim. Ve bil haqqi enzelnahu ve bil haqqi nazal degan oyatni o'qigan shu vaqtida Sura Isroning ichida bo'lish kerak bu oyat. Men Qur'oni Karimni nima biz deydi Alloh taolo Qur'oni Karimni amaliyatni hal qilish uchun tushirdik deydi. Qur'oni Karimmi amaliyatga uyg'un tushirildi deydi. Uyg'un tushdi deydi. Mushu prinsip asosan Qur'oni Karimning prinsipi bu. Mush prinsip asosan Qur'oni Karimdagi oyatlarniki mazmuni amaliyatdagi voqelikni to'g'ri hal qilish degan bir narsaga tushmasa, u biz xato qilgan bo'lamiz vaqtida. Bizniki vaqtida xato bo'lgan bo'ldi. Har qanday narsa amaliyatga uyg'un bo'lish bo'lmasligi bilan o'lchirildi. Agar biz uni amaliyatni hal qilolmaydigan holatda fantaziyaga o'xshash bunday bir ma'noni aytib qo'ysak, u vaqtda bu xato bo'lgan bo'ldi. Biz nima uchun burunqi nurg'ulgan narsaning o'zini biz xato deymiz? Chunki amaliyat uyg'un emas. Masalan, bayatın birisi o Sura Isrodagi Payg'ambar alayhisalom 7-qat osmonga chiqib 50 vaqt namoz o'qib tushgan degan butunlay o'zi amaliyatga uyg'un emas u. Amaliyatga uyg'un bo'lmagan narsa u bir odamniki amaliyatiga uyg'un bo'lmagan narsaning o'zi bu to'g'ri emas degan gap. Payg'ambar alayhisalom qanday azg'i chiqib ketib, masalan, ishlik halqisi, bu odam ishlikdan chiqqan chog'da qulpini saldigan halqimida midrab qoladi. Shu midirgan narsa to'xtag'ich orliqda 7-qat osmonga chiqib, u 50 vaqt namozining o'zini nim qilib Musa alayhisalom bilan yana Allohning orqasida yugurib 5 vaqt namozni tushirib kip bo'lgan degan qanday mesela ameliyatga uyg'un bo'ldi bu. Endi Allohning Allohning qodirligiga hech kim gumon qilmaydi. Lekin bu insonga bo'lgan ishlar. Alloh taolo o payg'ambar alayhisalom natijada qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun vahid degan oyat bilan men sizlarga o'xshash bir odam faqat menga vahiy qilindi. Qolgan tarafimiz o'xshaydi deylik. Demak, bir inson bundaq bir ishni u zamondagi sharoitning o'zida bo'libmi texi asla mumkin emas degan gap. Shuning uchun bu amaliyatga ham uyg'un kelmaydi, ham boyatinqi tarixiy voqelik tamoman buni rad qildi degan gap. Ham o'zi nima Masjid Aqsoning o'zimi ham shu haramning ichidagi yana shu nimaniki Makkaning ichidagi yana bir o'zi biroz jiroq bo'lgan bir masjid degan narsani bildirdi xolos degan gap. Bu vaqtda amaliyatga ham uyg'un bo'ldi degan gap. Shuning uchun amaliyatni chiqish qilmagan, amaliyatni to'g'ri hal qilmagan narsaning hammasi Qur'onga to'g'ri kelmaydi. Agar amaliyatni to'g'ri hal qilgan bo'lsa, Qur'oni Karimga demakki to'g'ri ma'no etildi degan gap bo'ldi. Bu yerda odamning kalasidan o'tadigan savoldan birisi, masalan, Maryam raziyallohu anhu desam sahoba bo'lgan, Maryam alayhissalomga hech bir er kishining yaqin kelmasdan homildor bo'lib İsa alayhissalomning tug'ilganligida xabar berildi. Bu amaliyatga uyg'un emas bir ish. Buni nima deymiz endi?
Buni Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qiliqliq. Va nafaqtu fihi min ruhi degan oyat bor. Nima alqi Maryam haqidagi so'rning o'zi so'r Maryamda bor buning o'zi. Biz uningga o'zimizning ruhini puyuldik degan oyat bor. Bu Allohning qudrati bilan munosabatli narsa degan gap bo'ladi. U yerdagi masalaniki jamiyat bilan munosabati bor-ku. Chunki u jamiyatda inson dadasiz tug'ilmaydi dunyoda. Hech qanday bir inson dadasiz tug'ilmaydi degan falsafa o'jab ketgan bir zaman. Bo'lganligi uchun Alloh taolo shu falsafaning o'zini barbod qilish uchun dadasiz o'zi Iso alayhisalom dunyoga kelib turganligini bayon qildi. Xuddi payg'ambar alayhisalom zamonasida arablar o'zi Ka'badagi eshikka ashir mualliq, sabiy mualliqni esib qo'yib turib, bizdek o'zi gap qiladigan odam bormi? Mana bizdek fasohat, balog'at bizga yeta oladigan odam bormi degan vaqtda shu fasohat, balog'atni yaval yaksan qiladigan Qur'on kelganga o'xshashlik ish. Undaq narsa har zamonda shu zamondagi haddan eshib ketgan kofirlarning ishining o'zini shu ishini ustidan shu mag'lub qiladigan bir narsani keltirish orqali Alloh taolo buni mo'jiz deydi. Shundaq o'zi nim qilgan. Shunga Iso alayhisalomning o'zini keyingilarga sizni biz o'zi oyat qilib keltirish uchun shunday qildik deydi. Oyat degani mo'jiz degan gap bu. İsa alayhisalomning tug'ilishi bir mo'jiza degan gap. Mana dadasiz tug'ilishi bir mo'jiza degan gap bu. O İsa alayhisalom berilgan mo'jiza. Yo'q, insonlarga ko'rsatilgan bir mo'jiza. İsa alayhisalomga berilgan ayrim texi o. Tug'ilib ko'rni, saqaytishga o'xshash, pesni saqaytishga o'xshash bundaq ishlar emasmidi? U o'zi ayrim bir mo'jiza. İsa alayhisalomga tex berilmagan. İsa alayhisalom tug'ilgan vaqtida o qarshisiz kofirlarni mag'lub qilish uchun ko'rsatgan bir alomat o. Musa alayhisalomning dengizni yerga yorganligi. Bu shularning hammasimi shu ularga berilgan mo'jiza. Ularga berilgan mo'jiza bilan odatdagi bir narsani o'xshash ko'rish u xato bir ish. Yo'q, bu yerda hozir deyotgan nima desa, Qur'onda so'zlagandeklar, Qur'ondagi oyatni yolg'onga chiqarish uchun harakat qilayotgan insonlar bor bu yerda. O'tgan sizlar İbrahim alayhisalom o't tashlanmagan dedilar. O ecba haqiqiy tashlanib, o İbrahim alayhisalom bergan mo'jiza bo'lmasmidi? Demişsin uçaklardilar. Buni masala dedi, men shu İbrahim alayhisalomniki bobu kelgan vaqtda shuni tafsili so'zlaymiz. Bu mishada qo'ziq esib qo'yingiz bunda misollar. Xudoyim bo'lsa, shu İbrahim alayhisalomning balasi İsmoil alayhisalomni bo'g'izladi, qurbonlik qilmoqchi bo'ldi degan hikoyaning hammasini Qur'onga to'g'ri kelmaydigan darajada shunday hikoyalar bor-ku. Sura İbrahimda naqba bu Fasaddaqtar ru'ya degan o'zi oyatlar bor o'sha yerda. Shuni shu zamoni kelgancha inshaalloh shu Qurban bayramdan burun buni so'zlaymiz. Undaqda shu mas'ulning xulosasi javobi Qur'onga ketayotgan yo'limizning to'g'ri xato bo'lganligi Qur'onsiz qanday araymiz degan savoldi bu. Agar undaqda ishimizdan to'g'ri xatolikni Qur'onsiz qanday beramiz? Agar reallikka uyg'un shaklda tatbiq qilishimiz qarab belgilaymiz oldimi? Bu yerda boyagi gapni kelimesida bir shayx qilib qoldi. O salli bilib ketmayman, malla emas hozirgi zamonda. Misol, Qur'onniki, ya'ni hozirgi shu ep ketayotgan islom din deb ep ketayotgan dinniki xato ketayotganligini, bu Qur'ondan tamoman chetlab chiqib ketganligini, bu Qur'on qaytmay turib biz islom dinini qabul qilganlik hisoblanmayotganligimizni malla deyotgan gap emas. Turkiyada nurg'un olimlar bor. Arab mamlakatlarida nurg'un olimlar bor. Fakat Uyg'urlarning orasidan Uyg'urlarning orasidan hozir bir qancha men bildigan hali olimlar bor. Ulardan o'tirish chiqmoqlar. O'tirish chiqmoqlar. O chiqsa taqimda endi mayda chashib ketgan ishlar bo'ldi. Lekin ham ko'p sonda egallaydiganlari ko'ni burunqi radikal aqimda turib ediqliq. Biz uningdan o'zimizni isloh qilishimiz kerak. Chunki Qur'oni Karimda kuntum xayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah degan oyat bor-ku.
Qasırkına bu. Aş ayetning o'zi nima deydi desa, biz agar yaxshi bir millat bo'lamiz deydigan bo'lsak, aramızdan bir qism islohotchi insonlar chiqib, insonlarimizning o'zini to'g'ri yo'lga yetaklay oladigan. To'g'ri insonlar chiqib, o insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklash kerak. Yomon ishni to'sish kerak. Shu vaqtda biz nima qilamiz degan vaqtda Alloh taolo shu vaqtda sizlar yaxshi insonlar bo'la, yaxshi ummat bo'la olasizlar deylik. Bunun uchun bizni aramizdagi islohotchi insonlar har sohadan, bo'libmi diniy sohadan chiqish kerak aslida. Har jiq odam chiqish kerak. Bu o'zi shu Qur'onni nima hozirgi zamondagi bo'layotgan voqealikni, hozirgi zamondagi ilm fanning o'zini Qur'onga tatbiqlash orqali millatimizni hozirgi zamonga loyiq bir millat qilib qurib chiqishimiz lozim. Hozirgi zamondagi ilg'or, hozirgi zamonni tushuna oladigan, hozirgi zamonga loyiq harakat qila oladigan bir millat holatiga kelishimiz lozim biz buni. Agar bunday qilmay turib, biz bundan 1400 yil burungi bir holatga millatimizni uningga tatbiqlash orqali hech qachon biz o'zimizni yo'lni tepib mangmaymiz degan gap. Unda payg'ambar alayhisalom agar hozir bo'lgan bo'lsa, hozirgi zamondagi eng ilg'or insonlarni yetishtirgan bo'lardi. Payg'ambar alayhisalom. Mana bu kelishigimizda umid bormi degandagi javob mana mushada. Agar biz harakat qilsak, shu islohot uchun millatimizniki oldimizda shu zodim shu zamonga loyiq inson bo'lishiga biz o'zi kuch chiqara oladigan bo'lsak, cho'qim bizda umid bo'ladiki, kelajakda cho'qim o'zi vatanni, millatni qutqiza olamiz degan gap. Shu temini boshlashda shu dastlabda ikki savolga javob berishdan boshlagan edik. Birisida bu vatanning da'vosi, ya'ni mustamlikadan qutulishdan iborat bir vazifa tug'an havolasida qanday to'liq bu temaga o'tamiz mas'uliyatda. Shu mas'uliyatlardan mujnimlar desak, ya'ni bugun o'zining ishiga qo'l to'ngdigan, bedel berishdan qochadigan, insonlik mohiyatini tushunishni xohlamayotgan, izlanmayotgan, o'limni va hayot mamotning mohiyatini to'g'ri tushunishga yetaklanmayotganlik tufaylidan harakat qilmayotganligini xulosalab kelib, Qur'onning aslidagi ro'yi bo'yicha islom bilan manbalansak, balki ichimizdagi asli insonlik qaytimiz, shu chog'da zulm, narchilik deganlarga tabiiy isyon qila oladigan, o'zining rolini yaxshi joriy qila oladigan bir insonlik maydoniga keladi degan ishonch bilan boshlagan edik. Endi Qur'on Karimni jamiyatga tatbiqlandik yo jamiyatni Qur'on Karimga tatbiqlandik, qaysi to'g'rilaymiz degan bir savolni mishadigan bir yondash shaklda so'rash to'g'ri keldi. Jamiyatdagi masalani Qur'on Karimga tatbiqlaymiz. Qur'onni hech bir zaman jamiyatga tatbiqlaymiz. Chunki ashtaq qilgan bizning burunqilar. Jamiyatda bo'layotgan masalaga Qur'onni tatbiqlaganda Qur'onni beshini jamiyatga masalaga ekkan. Burunqi masalalar. Buning uchun men boyaqi degan Umayya sulolasi, Abbosiya sulolasi zamonasida bir qism rivoyatni o'ydirib, lekin Qur'onningki oyatini shu rivoyatga bo'ysundirib, egib peshining o'zini andaq o'zi hukm chiqargan. Biz uni qilmaymiz. Agar uni qilsak, ularning hech qanday farqimiz qolmaydi. Bu payg'ambarning tutgan yo'li bu emas. Payg'ambarlarning tutgan yo'li jamiyatdagi masalani Qur'oni Karimga tatbiqlagan. Tushundingizmi? Jamiyatdagi masalani Qur'oni Karimga tatbiqlash orqali to'g'ri bir o'z yo'l tepish orqali millatni qutqazgan ular. Chunki Qur'oni Karim insoniyatni qutqizish uchun uning uchun Qur'oni Karimga masalani to'g'ri tatbiqlay olsak, bizga to'g'ri natija beradi degan gap. Undan keyin o'zi biz yo'limizni to'g'ri tepib manga olamiz degan gap. Bayatın Meryem Aleyhisselam'ınki bizi dergahimizden ruh tüylüdük diyen sözge yeni bir kardeşimiz ilmi şekilde bir nersine depti. Allah özünün kudreti ile insanın içindeki erlik hormonu ile ayallık hormonunu birleştirip hamile kaldık kılan diyen kıstırıp tuttu. Onun mu nemisi var? Hem de o halkı Allah Teala bol dese, meyli erlik hormonu, ayallık hormonunu birleştirsin.
yoki boshqa bir shaklda qilsin, Alloh taoloning qudrati har qanday bir narsaga yetadi-ku. U vaqtda u mo'jiza degandan keyin u mo'jizaning ichiga Allohning qudrati aralashgan degan gap bu. U vaqtda u boshqa narsa bo'ldi degan gap. Mayli Hem de aşınınki beşerdi del cayar kilovatımız çünkü takım süzükleşip kettiğini soraydım kilovatı da del beşerde hem de aşının möcüz işkelliğini Kur'an özü diğerlik için şunun işini şuna mı? Elbette. Peygamber Aleyhisselam'ın mesela Miraç Katarlıklar hakkındaki möcüz şu dep oturup koyulatkan meselede aşı şunda düşengen burunka enene boyunca shunda e'tiqod qilib kelgan qarindoshlarimiz Oyshadan o'rnak olib turib, bun bir xil mo'jiza degan ong'a kelib bo'ladi-da. Hozir sizlar dediki, buni tarixini tadqiq qilsak, uchoqdagi masjid aqsa boshqa edi, bu boshqa mazmun degan shaklda o'tirib qo'yiladi. Ham undan boshqa aniq Qur'onda payg'ambar alayhisolamga berilgan mo'jiza faqat va faqat Qur'on deyilganmi? Degan son bir qancha qitim so'radim, yana tekrar so'ray. Albatta. Chunki Qur'oni Karimda kofirlar o'zi keltiryapti, oqko'k degandan keyin Qur'onda maxsus 2-3 yer bor bu oyatlar. Shu Qur'onni o'qishida, Qur'onni kichik bir surani o'qishida, bir oyatni o'qishida degandek oyatlar bir qancha yer bor bu oyatlar. Shunday bir narsani keltirib baqayqin degan oyatlar. Şu vaqtda kafirlikning al-Qariyaga o'xshash bir narsani keltirim deb al-filu madrak mal-filu xurtumuhu tavilun zanbuhu qasir degan bir narsani keltirib turgan bir rivoyat bor. Fil degan nima desa tumshug'i uzun, quyruq qisqa deb manda bir narsa-da u. Shuning bilan o'zi onda qarab baqsa al-Qariya degan nurg'un ma'noni o'z ichiga olgan narsa. O bir filni nima tuzuk o'zi tushuntirib beradigan bir narsa bo'lgandan keyin balog'at jihatda u Qur'ondan necha yuzasi o'zi tavba bo'lib ketgandan keyin shuning bilan u keyin o'tirib chiqarmay mag'lub bo'lgan degan gapmi bor. U ham rasiyalg'ini u bizga muhim emas, lekin shu vaqtdagi arab dunyosi, shu insoniyat dunyosi, hozirgachilik butun insoniyat dunyosi bundaq bir narsani keltirolmaganligining o'zi Qur'oni Karimning mo'jiza ekanligiga ochiq oshkor delili. Hamda u payg'ambar alayhisalom Makkadan o'zi u nimaga hozirgi Yerusalimga borib, u yerdan o'z osmonga chiqib degan hech qanday bir narsa yo'q Qur'oni Karimda. Faqat u bir to'qilma rivoyatlar orqali o'tirib chiqqan bir narsa. Shuning uchun buningga hech qanday Qur'onda ham bundaq mo'jiza to'g'riliq so'zlangan bir tal oyatmi yo'q. Bundaq bo'lgandan keyin Qur'oni Karimda bu mo'jiza demagan narsaning o'zini biz mo'jiza deyish xato degan gap. Aslında izlenişler. Tamam. Mezmun itibariyle şu bugün plan kılınan tema asasen jırnım kıldı. Bir şey geldi. Vakit uzarıp geçse esligime emellerime yerec oldu. Bir şey de toxtutuldu. Çünkü her türlü bir görüş fırsatımız boğallık için. İnşallah devam kılınız. O da boğallık için. Bir şey toxtaydı mı? Oldu. Bundan köp rahmet. Görüvatkan bütün qarindoshlar salam. Allohga omonat kelar etdik. Ma'qul. Aman bo'lsam, Allohga omonat. Salomlar. Muhtaram qarindoshlar, ko'ngildek bugungi program bu qadar bo'ldi. Programımızda hali jiq sohalarda to'xtaldik. Bo'lib oxirgi qismida mustamlikaning azap oqibatlari, assimilyatsiyaning eng yuqori chekka yetishi, avlodlardan ayrilishimiz, vatandan ayrilib qilishimiz qatorliq nurg'un mazmunlarni o'z ichiga olgan bugungi real qismatimizda, ya'ni bizga Qur'on Karimda umid bergan, bizni umidlantirgan mazmunlar bormi temasi biroz aqllarga jiqrab ishorat qilindi. Undan boshqa oldingi haftalardagi ilib berilgan darsliklarda bazı qarindoshlardan tushgan savollar asosida Miroj voqeasiga aloqador mo'jizaninki asli mohiyatiga to'liq xarakterli mazmunlar bo'ldi. Programmamiz bugun Facebook, YouTube va Twitterda tang e'lon qilindi. Manbalarni aşağıdan ko'rib olsangiz bo'ladi qarindoshlar. Yani savollaringiz bo'lsa, kelgusidagi programmalarimizda ma'qul to'xtalgan bo'lsanglar degan o'xshash talab fikrlaringiz bo'lsa, ularni qarshi olamiz. Har xil vositalar bilan bizga aloqa qilsangiz
xursandlik bilan qabul qilamiz inshaalloh. Biz yangidan o'rganyapmiz bir tarafdan tafakkur qilib ketyapmiz. Shu izlangüchilar qatorida muomala qilishinglarni aldirab hukmiga va ochiq chiqarib oldigan, qiydab do'q qilib oldigan, o'zingning musulmondoshligini, islomga bo'lgan sadoqatinglarni pesh qiladiganga fursat hozirlab, shuningga bir fursat kelgan deb o'yinga aldirab ketmanglar qarindoshlar. Bu yo'l 14 asrdan oshgan bir yo'l bo'lib, buning aqdalari tarixdan buyon cheklanib, bosirilib, o'limning tahdidi bilan boshidan nurg'un issiqlarni kechirganligini anglayapmiz. Biz bu yo'lga haqiqatan bütün qo'rqinchlarni, bütün ta'ni malomatlarni, baloy musibatlarning hammasiga oldini qilib chiqdik deyli. Chunki haqiqatni to'nidik. Haqiqatni to'nigan insonlar hech narsa to'sab qololmaydi. Bu ichingizdan qaynaydi qardoshlar. Aqlingni ishlatgan gapni boshdan oyoq deb kelyapmiz. Chunki Qur'on, din, islom, Alloh aqlga dushman emas qardoshlar. Aqlni dinning oldiga qo'yib olgan shaklda tushunib olmasliklaringiz kerak. Dinni ijro qilish uchun, tushunish uchun, haqiqatan tepish uchun aql lozim. Aql sizning dini yo'qdir. Bugungi program shu qadar bo'lsin. So'zimni tugadi. Sizlar qatnashib dars ko'rishinglar. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.